ma'lumotlarim bor. Tayyorlab qo'ygan bozorda savdo qilishimiz uchun. Xo'p, birinchi o'rinda ovozni tekshirib olamiz. Ovoz yaxshimi? Video ko'rinishi hammada yaxshimi? Fikrlaringizni izohlarda yozing. Agar yaxshi bo'lsa 1 yozamiz. Agar kimdadir qaytayotgan bo'lsa yoki ovoz past bo'lsa 0. Ovoz va ekranda muammo yo'qmi hech kimda? Xo'p, 1. Ovoz yaxshi. Zo'r, chotki. Xo'p. Tushunarli, hammada ovoz yaxshi. Kelinglar, bugungi jonli efirni boshlashdan oldin sizlar bilan qisqacha bugungi darslikda yana ham zo'r chiqishi uchun, yana ham foydali chiqishi uchun sizlarning fikrlaringni o'rganib olsam, ya'ni bugungi darsdan siz nimani o'rganib chiqib ketmoqchisiz? Shu narsani bitta fikrlaringizni yozib keting kommentariyaga. Men shunga qarab turib, yana ham misol kimgadir qanaqadir informatsiya ko'proq foydali bo'lsa, o'shani ham qo'shib ketaman. O'zi bugungi darsimiz asosan o'sha eng yaxshi sotiladigan top 100 ta tovarni ro'yxati, ya'ni aniq sotilishiga 100% garantiya bor bo'lgan tovarlarni sizlarga ro'yxatini beraman. Undan tashqari o'zimiz ham tovar tanlaymiz bozordan va tovar tanlashda nimaga ahamiyat berish kerak, shuni o'rganamiz va Xitoy bo'yicha ham sizlarga bugungi darsda ham mehmonimiz ham bor. Xitoy bo'yicha ham informatsiya beriladi. Xo'p. Endi bitta o'sha hozirgi aytganim, maksimum darsdan foyda olishimiz uchun kimga hozirgi darsda ko'proq nima informatsiya kerak? Kommentariyaga yozib ketinglar. Ana shu narsalarni men bitta hisobga olib turib, dars davomida sizlarga qo'shib ketaman. Avayt 2 minut vaqt. 2 minut ichida hamma o'ziga nima xohlayapti bugungi darsdan? Mana shu narsa haqida sizlar yozinglar. Qanday hujjatlar kerak? Shularni ham ayting. Bo'ldi. Ko'rinmayapti-ku. Tovar spiskasi sotiladigan. Tovar spiskasini beraman bugungi darsdan keyin. Xo'p. Xitoydan optim tovar olish to'g'risida. Darsning oxirida aynan Xitoydan tovar olib kelish bo'yicha gaplashamiz. Xo'p. Ovoz yo'qmi sizlarda ham? Menimcha ovoz sizda bo'lsa kerak, chunki ovoz bizda yaxshi eshitilyapti. Qotyapti. Qotmayaptimi? Yaxshimi? Xo'p, tovarni topga chiqarish. Bo'ldi, tovarni topga chiqarish bo'yicha ma'lumotlar bor. Bu sohada minusga ham kiradimi? Xo'p, minusga kirish qanaqa bo'lishi mumkin? Sizning tovarlaringiz sotilmasa, tovaringiz qo'lingizda qoladi. Shu minus bo'ladi. Katta ochish tartibi, soliqlar. Ular bo'yicha bo'ldi, offline do'kon ochish 2 oylik. Minimum qancha pul kerak? O'zida ham optim joylar, menga o'zimga kirish qanday? Birinchi qo'lni qayerdan topsa bo'ladi? Bo'ldi, birinchi qo'l bo'yicha ham javoblar bor. Nalog haqida kirishdan boshlang. Videoni yozib olasizmi? Kam xarajatdan yaxshi natijaga chiqishni. Bo'ldi. Demak, bugungi jonli efirimizda ko'proq uzunda endi savdo boshlamoqchi bo'lganlar, adashmayotgan bo'lsam, yoki sellerlar ham bormi? Sellerlar sizlar nechta seller bor? Hozir aktivni savdo qilayotgan, daromad qilayotgan sellerlar bo'lsa, siz ham yozib oling kommentariyaga iltimos. Ya'ni bilib olay, men agar sellerlar oramizda kam bo'ladigan bo'lsa, men maksimum 0 dan tushuntirib boraman. Chunki oramizda ko'pchilik hali endi savdoga kirmoqchi. Agar sellerlar bo'lsa, qancha savdo qilyapsiz va sizga ko'proq nima ma'lumot qiziq? Shuni yozsangiz. Sellerman. Borman, sizlarda o'qidim. Zo'r. Sellerlar bor, sotuvni oshirish kerak. Logistika haqida dokument va do'kon ochishdan oldin 2 oylik arzon kargolar savdo qilib ko'rsating, menda yuk yo'q, sotib olib sotmoqchiman. Sellerman. Tovarim bor, uzunga kirib savdo qilishni o'rgating. Endi boshlaganman, qo'shila olmayapman. Sellerman 0 dan.
Negadir qilinmayapti. Sotuv oshirish kerak sellerman soliqlar bo'yicha noldan savdoni oshirish. Xo'p, oxirgi kunlarda savdo tushyapti. Yo'q, savdo yaxshi aka, savdo yaxshi. Darslar va 6 oylik podдержкani yaxshi tushunmadim. Qanaqa podдержка bor? Savolingiz bo'lsa so'rasangiz javob beramiz. Qanaqadir amaliy yordam kerak bo'lsa yordam beramiz. Sellerman sizda o'qiyapman. Sotigini ko'rish kerak reklamalar. Yoqqanman, aksiyalar qo'yganman, lekin savdo bo'lmayapti. Bo'ldi, seller Feruzaxon opa, siz bilan bir gaplashsam ham bo'lar ekan. Sellerman tovar analiz qilish. Sellerman kalit so'zlar haqida. Noldan Andijonda o'qimoqchiman. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, demak, sellerlar ham bor. Bu yerda hozir ikkita narsa bo'lyapti. Bozorga kirmoqchi bo'lganlar nima tovar sotishni topmoqchi, sellerlar sotuvni oshirishdi. Xudo xolasa hozir ikkala mavzu haqida ham sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, demak, hamma tayyormi? Tayyor bo'lsa, mavzuyimizni boshlaymiz. Tak. Sharq past tovarni sotib olish. Bo'ldi. Prezentatsiyani yoqib ko'ramizmi? Xo'p, bugun sizlar bilan tovar topish va Xitoy bilan savdo bo'yicha gaplashamiz. Undan tashqari aytib o'tganimdek, dars davomida yana sellerlarni yoki yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu savollaringizga ham javob berib ketaveraman. Bugungi jonli efirimiz erkin. Hamma mavzuda savollar bo'lsa, ya'ni o'zimda savdo qilish bo'yicha, onlayn savdo bo'yicha bemalol savollaringizni yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Dars oxirida sizlar bilan alohida savol-javob formatida ham gaplashamiz. Xo'p, bugungi darsda sizlar bilan analiz jarayonlarini amalda ko'ramiz. Ya'ni o'sha Data analitika sayti bilan bo'lmislar tanishtiraman. Agar umuman u analitika saytini ko'rmaganlar bo'lsa, ko'rganlar bo'lsa, ularga yana bir qator eslatma, qanaqa ko'rsatkich va nimalarga qarashimiz kerak. Analiz qilayotganimizda qaysi ko'rsatkichlar bizga sotuvimizda 100% yordam beradi. Bozorga olib kirishimizdan oldin. Shu narsalar haqida gaplashamiz va Xitoydan arzon tovarlar olishni o'rganamiz va Xitoyga o'tgan safar biz bilan borgan shogirdimiz bugun kelishgan. O'shalarni o'zida Xitoy bo'yicha taassurotlarini va Xitoy bozorlari haqida yana informatsiyalar olishimiz mumkin bo'ladi va oxirida savol-javob o'tkazamiz. Xo'p, demak, mavzuyimizni boshlaydigan bo'lsak, bir qator noldan deb tushunmoqchi bo'lganlar ham bor, ya'ni bu darsga kirganlar ham bor. Endi mana analizda yoki o'zimda bozor qilishni o'rganmoqchilar. Sizlarga qisqa qilib tushuntiraman. Любой tovarni savdosini boshlashingizdan oldin, uzun marketdami, o'zi tashqaridagi offlayn bozorda ham har qanaqa biznesni boshlashingizdan oldin birinchi o'rinda analiz qilishimiz kerak. Ya'ni analiz nima tovarlar, raqobatchilar, narxlar va xaridorlarni o'rganish jarayoni bo'ladi. Bu yerda asosiy maqsadimiz, biz analiz qilishdan asosiy maqsad nima? Bizda bozorga bitta tovarni olib kirib qo'yib sotishdan oldin o'sha tovar yaxshi sotilishiga ishonch hosil qilish, ya'ni aniqlik kiritish. Ya'ni tasodifan tovar tanlamaymiz-da, aniq faktlar, raqamlar asosida qaror qabul qilib bozorga olib kiradigan bo'lsak, bu bizni tasodifan tovar sotishimiz emas, o'zi aniq bozorga kirib savdoni boshlash bo'yicha qilgan ishimiz bo'ladi va rezultati ham xuddi shunga yarasha bo'ladi. Xo'p, nimaga analiz qilish kerak? Hozir aytib o'tganimdek, bu analiz qilish siz riskingizni kamaytiradi. Masalan, to'g'ridan-to'g'ri tovarni bozorga olib kiradigan bo'lsangiz, siz o'sha tovarni sotib olishingiz ehtimoli 50% bo'ladigan bo'lsa, analiz qilib bozorga kiradigan bo'lsangiz 100% bo'ladi. Ya'ni 100% aniq sotilyapti va o'sha tovarni siz ham olib kirsangiz, sizda ham sotiladi. O'zi masalan, analiz bo'yicha o'quvchilarimiz bilan ko'plab gaplashamiz, analiz qilinglar, analizni o'rganish kerak deb ma'lumotlar beramiz. Analiz qilganda nimaga ahamiyat beradi deb so'rashadi ko'pchilik. Nimasi? Bu bitta narsani ayting, o'sha narsani men qilamanda va o'sha
o'sha narsaga qarab turib olib kirgan tovarim 100% sotilsin. Nima? Bu men talab deyman. Ya'ni o'sha talab bor bo'lgan tovarni topish kerak. Glavniysi, любой raqobat yuqori bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, talab bor bo'lsa, olib kirmoqchi bo'lgan tovaringiz hech bitta yoki ikkita dona sotilyapti va o'sha tovarni kunlik qidiruvlar bo'lyaptimi? O'sha tovarga zaproslar tushib turibdimi kunlik ahvatda? Demak, o'sha tovarni olib kirib 100% sotib olsa bo'ladi. Hozir mana Uzumni o'zi menejerlari bilan ham ko'plab gaplashib turamizda, ular ham aynan shu bozorga olib kirish kerak bo'lgan tovarlar bo'yicha ko'p maslahatlar berishadi. Elektronika bo'yicha kategoriya menejeri bor, santexnika, ya'ni shu qurilish materiallari bo'yicha, undan tashqari bitovoy texnika, fashion, ular ko'p kategoriya menejerlari bilan suhbat uyushtirib turamiz, ya'ni shu gaplashib turamiz. Aynan mana shu bozorga kirishdagi tovarni ular любой tovarni olib kirib bering, menga sotib beraman. Masalan, hozirgi paytda mana DBS bo'yicha ishlashni tavsiya qilishyapti, chunki DBS da komissiyalarda tushirilgan holatda ishlanilyapti Uzumda. Boshida farqi yo'q, DBS ham, FBS ham, FBO ham hammasida komissiya bir xil ishlagan bo'lsa, hozir DBS da 1% komissiyaga ishlasa bo'ladi. Ya'ni xullas shunaqangi tovarlar bor, har qanaqa kategoriyada olib kirib qo'yib sotadigan bo'lsak, 100% sotiladi. Va bularda birinchi o'rinda biz analiz qilib bozorga olib kirishimiz kerak. Xo'p, analizda nimalarga ahamiyat beramiz? Hozir sanab chiqaman sizlarga. Mana shu narsalar eng muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi. Birinchi o'rinda talab. Ya'ni o'sha tovarni kimdir qidirayotgan bo'lsa, kimdir o'sha tovarni Uzumda o'sha zaprosida bor bo'lsa, ya'ni o'sha kalit so'zlardan iborat so'zlar bilan Uzumdan qidirgan bo'lsa, bo'ldi. As tovarni sotsa bo'ladi. 100% sotsa bo'ladi. Ya'ni talab bor tovarni toping, o'sha olib kirib qo'ying, sotiladi. Keyingi o'rinda raqobat darajasi. O'zi mana aytib o'tgandek, birinchi o'rindagi filtr qilib olamizda. Biz tovar analizini bir varonka deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ichiga 50 ta tovarni ro'yxatini solganimizda oxirida 5 tasi chiqdi, lekin o'sha 5 tasi bizga zo'r sotiladigan, yaxshi daromad keltiradigan tovar bo'ladi. Xuddi shu tovarni qanaqa qilib tanlab ketamiz? Hozir aytganimdek, varonkani birinchi etapi, ya'ni birinchi elakda o'tkazishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha tovarga nisbatan o'zi talab bormi? Bu bo'yicha tayyor ko'rsatkichlar bor. Ya'ni buni qanaqa qilib ko'rishimiz mumkin? Buni ikki xil variantda ko'rishimiz mumkin. Talab bormi, yo'qmi? Birinchisi o'sha so'zni, o'sha mahsulotni hozirgi paytda Uzum marketda nechta odam qidiryapti? Ya'ni zaproslar nechta? Xuddi mana shu joydan bilsak bo'ladi. Ya'ni talab yuqori bo'lsa, qidiruvlar ko'p bo'lsa, demak talab yuqori. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul bizda analitika saytlar orqali foydalanib, mana shu tovarimizni, qaysi olib kirmoqchi bo'lgan tovarimizni o'tgan yil sotuvlarini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni 365 kunlik datani ochib olganmiz. Hozir datada ham ko'rib ketamiz, o'zini ko'rsataman, qanaqa qilishdi. Xullas, shunaqa qilib talabni o'rganish kerak bo'ladi. Keyingisida o'sha raqobat darajasini o'rganishimiz kerak. Ya'ni o'sha tovardan nechta odam o'yinchi bor, ya'ni bozorda savdo qilayotgan savdogar bor. Agar juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, u sohaga yaxshi kirmagan ma'qul, ya'ni filtrdan chiqarib tashlaganingiz yaxshi. Agar raqobat darajasi o'rta yoki past bo'ladigan bo'lsa, barqaror bo'ladigan bo'lsa, kirish kerak. Keyingi o'rinda narx va bozorda barqarorligi, bu ham zo'r filtr hisoblanadi. Ya'ni bozordagi o'sha mahsulotning narxi stabil tushib ketmayaptimi? Ya'ni olib kirayotgan paytingizda tovarni biznesda shunaqa narsa borda, nimadir yangi chiqdi, o'sha narsa birinchi eng qimmat, eng shu yaxshi sotiladi. Yangi chiqqan paytda, ya'ni kimdir birinchi olib kirdi, masalan, hozir ko'rib turgan bo'lsalaringiz, Uzumda vobshe yonib ketayotgan savdolardan bu o'sha havo tozalagichlarda savdo uchyapti. Hamma olib kirib tashladi. Chunki talab ham oshib ketdi, taklif bozorda yo'q edi. Hozir mana taklif ham bor, savdolar ham zo'r. Bitta kartochkani o'zi 260 million savdo qildi. Kecha o'sha shogirdlarimizdan ham bittasi qo'yibdi. Xuddi shunaqa o'sha havo tozalaydiganlardan 260 million, 300 million savdo qilib qolishyapti. Sraz mana shu kunlarda ichida. Xuddi shunga qarab turib, narx barqarorligini ham tekshirishimiz kerak va keyingi o'rinda, ya'ni filtrda mahsulot sifati va muammolarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni agar mahsulotingiz sifati past bo'ladigan bo'lsa, Uzumda yoki любой marketplace'da sotadigan bo'lsangiz, tovaringiz uzoqqa bormaydi. Agar sifati past bo'lsa, ertaga baribir 2 ta odam oladi, 5 ta odam oladi
uni vaziyatga yuboradi, negativ odziv yozadi, keyin shu sizni tovaringiz sotuvi sekinlashib boraveradi. Shuning uchun sifatga ham albatta ahamiyat berishimiz kerak. Ana undan keyingi o'rinda o'zi biz marjaga, ya'ni foydaga ahamiyat beramiz. Foyda filtrini o'tkazamiz. Ya'ni o'sha sotmoqchi bo'lgan tovarimiz bizga eng kamida shu 30% dan 50% gacha daromad keltirishi kerak. Agar undan kam foyda keltirayotgan bo'lsa, daromad keltirayotgan bo'lsa, demak, u sohaga yoki qiziqmagan ma'qul, yoki bir ko'rish kerak, aylanmasi qanchalik tez. Agar aylanishi juda ham tez bo'ladigan bo'lsa, 20% foyda keltirsa ham mayli. Masalan, juda ham bir kun, 10 kun, 20 kun uzog'i bilan aylansa, skladdagi tovarlarimiz unda bo'laveradi. Xuddi shunaqa foyda marjaga qarashimiz kerak. Aynan shu xitoyliklarda o'zi ko'proq marjada bizga o'xshab turib 100% yoki 50% foydaga emas, ular ko'proq shu aylanmaga ahamiyat berishadi. Ya'ni tovarning qanchalik tez aylanishi bu mahsulotimizni ko'proq sotilyapti, ko'proq odam olyapti degani va bu ko'rsatkich bizga zo'r hisoblanadi. Ya'ni qancha tez aylansa, ya'ni ustiga qanchadir foiz bo'lsa ham olayotgan joyimizdan narxni tushirib, yana ham ko'proq foyda qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kartochka imkoniyatlari. Xo'p, keyingi o'rinda tovar analizida olib kirmoqchi bo'lgan kartochkamizni imkoniyatlarini ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni raqobatchilarimiznikini, o'zimiznikini maksimum eng zo'r, eng jozibali, shuni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jozibador. Bitta ko'rganda odam o'zi bittada, mana psixologiyasi bo'yicha ham shunaqa ekan. Masalan, o'zim marketga tadqiqotlarda ko'rdim. Xullas, kirib turib 2 sekund ichida o'zi bitta mahsulotni tanladimi, o'sha mahsulotni rasmiga qarab turib xulosa qiladi. Bu yaxshi, olaymi, olmaymi degan savolga o'zi javob topadi. Va bundan kelib chiqib nima xulosaga kelishimiz mumkin? Qanchalik rasmimiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, bitta ko'rganda ustiga bosib kirib ko'rishga undaydigan rasm bo'lsa, demak imkoniyat ko'p bizda. Keyingi o'rinda filtrimizda bizda mavsumiylik va trendlarni o'rganib ketamiz. Ya'ni olib kirmoqchi bo'lgan tovarimiz, masalan, hozir o'zi mana 29-noyabr deylik. Ertaga bozorda savdoni boshlamoqchisiz. Birinchidan boshlaysiz deylik. Birinchidan boshlamoqchisizda do'konni ochdingiz, tovarlarni analiz qildingiz, ko'rdingiz, olib kirib joylashtirdingiz. Va mana shu joyda ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Siz hozir analizdan ko'rib turgan mahsulotlar zo'r sotilyapti degani, o'zi analizda ham bilsangiz, 30 kun orqadagi ma'lumotni beradi. Ya'ni oxirgi 30 kunning ichida qaysi mahsulot yaxshi sotilyapti, qaysi mahsulot yaxshi sotilmayapti, shu narsalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu 30 kunlik informatsiya bilan biz kelayotgan 30 kunlik savdoni aralashtirib olmasligimiz kerak. Ya'ni bunga qarab turib, bu kelib chiqmaydi. Ya'ni masalan, hozir avgust oyi deb tasavvur qilaylik. Hozir avgust oyi deb tasavvur qilganimizda zo'r savdo bo'layotgan kategoriya bu albatta konstovar bo'ladi. Avgustda polniy shu konstovarda savdo oshadi. Biz sentyabrda avgustdagi natijalarni ko'rib turib, mana konstovarda savdosi o'sib ketibdi, men ham shu bilan kirishim kerak ekan deganingiz bilan sentyabrda avgustdaqa sotilmaydi. Va xuddi shunaqa hozir biz tahlil qilganimizdagi shu mavsumiylikka ham ahamiyat berishimiz kerakki, ya'ni olib kirganimizdan keyin bizda eng kamida 3 oy, 4 oy sotilishi kerak o'sha mahsulot. Ana shundan keyin biz foyda qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, to'g'ri analiz, endi mana analiz qilishda nimalarga ahamiyat berish va analiz qilishda sizga kerak bo'ladiganlarini ko'rsatib beraman. Ya'ni bu analiz qilish sizga aniq nima javob beradi? Bu tovar bilan bozorga kirsa bo'ladimi, yo'qmi? Qancha sotsa bo'ladi? Ya'ni bozorda obyomi qanchalik? Qanaqa narxda sotsa foydali bo'ladi? Raqobatchilardan qanaqa qilib o'tishi mumkin? Qancha investitsiya ketadi? Ya'ni yaxshi analiz, xavfsiz, rentabelli va tez sotuvi bor tovar tanlash kerak bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan analitikani bitta ko'rib ketaylik. Hop. Ovoz bormi? Ulanmayapti.
Kimda ulanmayotgan bo'lsa, qaytadan kirib chiqinglar. Xo'p, analiz bo'yicha endi sizlarga hozir jonli, ya'ni analitika saytida birgalikda ko'rib turib savdolarni ko'rsataman. O'ylaymanki, hammaga qiziq. Xo'p, bu joygacha savollar yo'qmi? Analitika bo'yicha. Xo'p, demak, savollar bo'lmasa, ekran ko'rinyapti hammaga. Ekran ko'rinyaptimi? Общий экран ko'rinyapti. Общий ekran ko'rinyapti. O'tdi. Xo'p, demak, endi sizlar bilan shu analitika saytida tovarlarni qanaqa qilib tanlash bo'yicha bitta 10 minutlik, 15 minutlik sizlarga live hacklarni va amaliy praktikadan o'tgan keyslarni bo'lishaman. Xo'p, bu mana shunaqa sayt bor, xabarlaring bo'lsa kerak, Dadata degan sayt. Bu yerda uzun marketdagi umumiy 30 kunlik va 365 kunlik savdo dinamikasini ko'rsa bo'ladi. Masalan, mana 28-noyabr kuni kecha 17 milliard 473 millionlik savdo bo'lgan. 181 ming dona tovar sotilgan. Faol SKUlar va savdo qilayotgan do'konlar sonini ham ko'rishingiz mumkin. Har kunlik savdoni shunaqa qilib berib boradi. 11-12 noyabrda ham, ya'ni o'sha 11-11 aksiyasi bo'lganda savdolar ko'tarilib ketdi va shularni ham mana ko'rishingiz mumkin. Har kunlik savdo. Va bizda top 30 kun ichida kirgan, eng yangi kirgan, yaxshi savdo qilayotgan kartchkalarni, ya'ni SKUlarni ko'rishingiz mumkin va shular bo'yicha do'konlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi sizlarga tovarlarning kategoriyasini tahlil qilib ketishda nima qilishimiz kerakligini bir qator sizlar bilan ko'ramiz. Xo'p, endi mana kategoriya bo'yicha tahlil qilganimizda 365 kunlik tahlilni ko'rganimizda bu yerda bizda mana uzunda deyarli 19 xil yo'nalishda savdo qilsa bo'ladi va undan tashqari ichki kategoriyalar bor. Bu ichki kategoriyalarda 5000 tadan ortiq toifadagi mahsulotni uzunga olib kirib qo'yib daromad qilsangiz bo'ladi. Endi har bitta kategoriyaga qisqacha ta'rif berib ketaman va sizni o'rningizda bo'lganimda bozorda tovar tanlashni bilmayapmanda, nimalarga ahamiyat berardim, xuddi shu razborni hosiladan ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana masalan, men bozorga kirmoqchiman, bozorda savdo boshlamoqchiman, uzun marketda va menda mana hozir aytib o'tganimdek 19 ta yo'l bor, ya'ni 19 xil kategoriya bor. Ana shu 19 xil kategoriyada savdo qilsam bo'ladi. Bularning ichida eng ko'pi, demak, elektronikada ekan. Keyin go'zallik, keyin bытовой texnika, tovar для дома, детский tovarlar, obuvlar, aksessuarlar, avtotovarlar, строительство, ремонт, sport, отдых, здоровье, продукт питания, bытовой химия, dacha sat, kitoblar, konstovarlar, hobbi va tvorчество. Xo'p, mana shu yo'nalishlarda men bozorga kirishim mumkin. Demak, birinchi o'rinda nima qilardim? Birinchi o'rinda men o'zim uchun filtr qilib olardim. Ya'ni men qaysi yo'nalishlarni yaxshi tushunaman, o'zim qaysi yo'nalishlarda savdo qilishim mumkin, qaysi yo'nalishlarga kirmayman. Ya'ni to'liq bozorni tahlil qilmasdan turib, aniqlashtirib olib, keyin bozorga kirsam yaxshiroq. Demak, men elektronikani yaxshi tushunamanmi? Yaxshi tushunaman. Demak, bu bilan bozorga kirsam bo'ladi. Bunga bitta galchka qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerga yozib ketamiz. Xo'p, elektronika bilan kirsak bo'ladi. Masalan, keyin go'zallik va uhod, krasota и уход kategoriyasi. Men konstovarni krasota uhodni tushunmayman. Demak, bu bilan kirmayman. Adezda bilan kirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Adezdani ham qo'shib qo'yamiz shu joyga. Xullas, mana shunaqangi shablon bor o'zi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda
mana shu uzun marketda yaxshi sotiladigan tovarlarni shunaqa qilib yozib chiqasiz. Ya'ni o'zi umuman tovar tanlash jarayoni qanaqa kechadi? Kimdirlar shunday kiradida bozorga tovarlarni ko'rib yuraveradi. Lekin eng yaxshisi har bitta ko'rganingizni aniq qilib yozib olganingiz yaxshi. Ya'ni o'sha tovarni keyin esingizdan chiqarmaysiz va ertaga olib kiraman deganingizda bemalol hamma ko'rsatkichlarini qarab turib bozorga olib kirib savdoga joylashtirsangiz bo'ladi. Buni men sizlarga ham tashlab beraman. Xudo xolasa jonli efirda oxirigacha o'tirganlar bilan buni ko'rsataman. Qanaqa foydalanishni. Xuddi shunaqa qilib birinchi o'rinda aytib o'tganimdek, qaysi yo'nalish menga qiziq bo'lsa, o'sha yo'nalishda savdo qilishimga ishonsam, o'sha yo'nalishda mahsulotlarini sotuvi bilan shug'ullansam bo'ladi. Krasota Uxod bilan shug'ullansa bo'ladimi? Bo'ladi, 100%. Sotuvni qarang, 528 milliard savdo bo'lyapti. Bu yerda 334 ming xil SKU bor, 334 ming xil tovar turi bor. Xo'p, go'zallik Krasota Uxod kategoriyasiga asosan nimalar bilan kirish kerak? Ko'p ayollarni ishlatadigan mana shunaqangi kosmetika mahsulotlarini turi ko'p. Agar siz haqiqatan ham mana shu sohani yaxshi bilib, qaysi o'sha Uxod yoki qaysi mana shu tovar odamlarni ko'proq foydasiga va ko'proq odamlar o'sha tovarni hozirgi paytda qidiryapti, topyapti, shunga qarab turib bozorga kirsangiz bo'ladi. Masalan, ichki kategoriyaga kiradigan bo'lsak, mana birinchi o'rinda makiyaj turibdi. Eng ko'p makiyaj savdo qilyapti. Keyin Uxod za litsom, ya'ni yuz uchun Uxod, lichniy gigiyena. Xullas, mana sotuvlarini ham ko'rsangiz, bu yerda juda ham baland. 76%, 72%, 79% sotuvlari. Parfumeriyada ozgina tushgan 46%, chunki parfumeriyada flakonlar ana mayda-chuda atirlar ko'payib ketdi. Oldin kattalaridan zo'r sotilayotgandi. Xo'p, для mужчин. Xullas, mana kategoriyalar ko'rib turibsiz, savdolar ko'rib turibsiz, sotuvli SKUlar baland. Mana shu sotuvli SKUni o'ziga qarasangiz ham bu sizga zo'r ko'rsatkich bo'ladi. Ya'ni qanaqa ko'rsatkich? Masalan, 71745 ta tovar bor. Mana shu tovarni 76% sotilyapti. 76-24% sotilyapti. Bu ham zo'r ko'rsatkich. Undan tashqari, masalan, bitta qaysidir yo'nalishda tanlaymizda, o'zi bu soha, boshqa sohani ko'raylik-da, shu kategoriya. Xo'p, masalan, kiyim-kechakni ko'ramiz. Mana murskoy kiyimni ko'rganimizda, hozir mana murskoy kiyimda sportivniy одежда eng ko'p futbolka polo, verxniy, ya'ni ustki. Mana shu hozir ustida juda talab oshib ketdi. Imенно bozorga olib kirib juda yaxshi sotishyapti. Shu vitrovkalar, kurtkalar, har qanaqa tovarlarni. Komplekt. Qaranglar, mana bu joyda ham bu ham zo'r narsa. Grafikasi, ya'ni 365 kunlik grafika. 365 kunlik grafikada nimani ko'rishingiz mumkin? Masalan, sportivniy одежда, kiyimning ichida sport одеждасы o'tgan yili mana dekabrda qanaqa sotilgan, yanvarda qanaqa sotilgan, fevralda, martda, aprelda, may, iyun grafikada ko'rishingiz mumkin. Mana har kunlik savdosini 1 yilligini. Masalan, sportivniy одеждani ko'radigan bo'lsangiz, yanvar oyida ham, ya'ni o'sha mертвый sezon bo'ladi-yu, bilsalaring, yanvarda umuman savdo o'ladi. Katta shu hamma deyarli ko'p sohada savdo tushadi, mертвый sezon deyiladi. Lekin sportivniy одеждада tushmagan. Qarang, masalan. Yanvarda ham 20-sida ham mana 300 ta sotilgan. Boshqa yo'nalishlarda ham shu grafikasini o'zidan ham ko'rib turib, yaxshi informatsiya olasiz. Masalan, Naski Gedra. Naski Gedrada ham yanvarda tushmagan savdo. O'shanda ham yaxshi bo'lgan. Yoki mana домашний одеждani qarang. Домашний одежда вообще sezon ekan, yanvar. Qaysi paytgacha? Masalan, aprel. Mana masalan, men hozir bozorga kirmoqchi bo'lganimda, oddiy misol, mana shu tahlilni o'zidan ham shu filtrdan o'tadigan mahsulotlarni ko'ryapmiz. Mana hozir men домашний одежда bilan kiradigan bo'lsam, hozir men olib kirgan taqdirimda ham men fevralgacha aytdim, eng kamida 4 oy sotiladigan tovar bilan bozorga kirsangiz, ertaga kirganingizdan keyin shoshilib qolmaysiz. Ya'ni uni to'pga olib chiqishga, kartochkani zo'r sotuvini ta'minlashingiz uchun uni обработка qilib,
uzun marketda reytinglarni yig'ib olguningizgacha qanchadir muddat vaqt ketadi. Maksimum masalan 1 oy vaqt ketadi deylik. Agar olib kirgan tovaringiz 1 oy, ya'ni 1 oy bozorga kirishidan oldin tayyorgarlik bilan mana shu reytinglarni hamma narsasini to'pga olib chiqib olsangiz, ertaga o'sha sezon paytida uchirasiz. O'zi вообще-то shu sezonlardan ancha oldin kiriladi-da bozorga. Shu narsani hisobini olish kerak. Masalan, hozir yangi yil tovarlari o'zi mana sotilishni boshladi. O'sha noyabrda boshidan boshlagan. Hatto u tovar o'zi eng ko'p sotiladigan momenti dekabrda 10-larida, 20-larida. Mana hozir o'zi shu yangi yilda archalar uchyapti yoki radiatorlar mana uchyapti. Bular shunaqa qilib sezonga qarab turib, eng kamida mana shunaqangi sizga qoladigan yo'nalish, ya'ni o'sha kirmoqchi bo'lgan yo'nalishingiz 3 oy, 4 oy sizda savdo imkoniyati bo'lsin, ya'ni o'sha tovar sotilsin yoki mana spets odejdani ham ko'rsak, yanvardan ham yanvardan unchalik emasmi? 10-20 kamroq ekan spets odejdada. Termobilyoda ham mana shu ko'rsatishlardan ham ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, qarang. Termobilyoni savdosi. Bu noyabrdan boshlanib dekabrda pikka chiqqan va yanvarda mana 15-laridan keyin o'zi termobilyoda savdo to'xtagan. Bu yil bo'lsa oktyabrda 10-laridan 3-laridan 3-oktyabrdan boshlanib, demak qarang, termobilyoni o'zi ham bozorga oktyabrda boshida kirgan. Lekin bizda bular masalan qishda olinadigan tovarlar bo'lsa ham oktyabrda boshidan tovarni olib kiryapti, qo'yapti, savdosi boshlangan. Xuddi shunaqa qilib turib mahsulotlarni bitta-bitta tanlab ketsak bo'ladi. Masalan, hozir qaysini ko'rdik? Detskiy Damashq odejdani ko'rdik. Yana Damashq odejdani ichiga kiramiz endi. Xo'p, Damashq odejdani ichiga kirganimizda eng ko'p sotiladigani bu yerda bizda pijamalar bo'lyapti ekan. 1.2 milliardlik savdo qilyapti va damashqli xalatlar 892 million. Damashqli bryuklar 250 million. Damashqli komplekt 176 million lik savdo bo'lyapti va damashqli futbolka long sleeve, damashqli jemper kardigan, kigurumi degan tovarlarimiz bizda savdosi past ekan. Hali demak uzun marketdan bu mahsulotlarni olishni yaxshilab o'rganib olishmagan odamlar, ya'ni bu mahsulotlar borligini va uzundan olish mumkinligini bilmagan. Pijamalarda bo'lsa savdolar zo'r. Xo'p. Hozir ko'rganimizdek, sotuvli SKU mana pijamalarda 86-8% bo'lyapti va bu tovarlarimiz ham fevral, mana yanvarda ham sotilib, fevralda oxirlarida o'zi pijamalarning sotuvi sekinlashar ekan. Lekin shunda ham yana bor. Yoki mana bu tovarlarimiz. Damashqli xalatlar yanvardan fevral, aprelgacha ham sotilar ekan. Endi xuddi shunaqa qilib turib, masalan, pijamalarni yana ham chuqurroq tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir o'zi eng ko'p sotilayotganlardan novogodniylar bo'lyapti. O'zi mana shu novogodniy tovarlar kirgan. Savdolari bo'lyapti, sotilyapti. Bitta mana razmer 48 razmerni o'zidan 23 millionlik sotyapti. Xo'p, bizga qaranglar. Sizlarga analitika saytida agar umuman foydalanishni bilmaydiganlar bo'lsa, bir qator ko'rib o'rganing, chunki ichimizda sellerlar ham bor. Men hozir sellerlarga aynan nimalarga qarash kerakligini aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda biz bozorga kirganimizda nimasiga qaraymiz? Yaxshi sotilayotgan tovarni topishimiz uchun. Bizga boshidan agar ko'radigan bo'lsak, masalan, sotuvlar soni muhimmi? Muhim. Sotuvlar sonini bir qator aniq ko'rib ketamiz. Umumiy daromad muhimmi? Tushumlari muhim, lekin biz bu yerda hozir SKU bo'yicha ko'ryapmiz. Umumiy tushumni baribir kartochkani ichiga kirganimizda u yerda kartochka bo'yicha ko'rsak, o'shunda aniqroq ma'lumot bo'ladi bizga. Potensial daromad muhimmi? Muhim. Potensial daromadda nimani ko'rishimiz mumkin? Bozorga o'sha tovarni yetkazib beryaptimi yo ulgutib bera olmayaptimi? Masalan, 35 million 967 ming 465 so'mlik mana shu tovarni bozorda sotuv qilsa bo'lar edi, lekin bozorga vaqtida yetkazib bera olmagani va kartochkasi bloklanib yoki kartochkasi bloklanib qolganligi uchun bu do'kon egasi, ya'ni Rustam va Kamoli bor yo'g'i 23 millionlik savdo qilgan.
va 12.908.000 pul yo'qolgan bu yerda, yo'qotilgan daromad bo'lgan. Shuni hisobiga ham bozorda potensial daromad ham muhim. Endi keyingi o'rinda bizga aylanish muhimmi? Aylanish juda ham muhim, chunki aylanishga qarab nimani olamiz? Masalan, qarang. Aylanish 0 turibdi, aylanish 17 kun turibdi, aylanish 10 kun turibdi. Bunisida aylanish 168 kun turibdi. Bunda nimani ko'rsak bo'ladi? Biz mahsulotni masalan qoldiq 4 ta va sotuvlar soni 119 ta. Demak, bu mahsulot o'zi bir kunning ichida yana ertaga qolgani sotilib ketadi. Yoki mana buni ko'radigan bo'lsak, bu 8 ta bor omborda hozir qoldiqda va 17 kunning ichida, ya'ni agar shu paytgacha sotuvlaridan xulosa qilib oladigan bo'lsak, aylanishi 17 kun degan, ombordagi tovari 17 kunning ichida tugab ketadi. Bunisida 10 kun. Tez sekin sotilishiga qarab turib aylanishni o'lchaliniladi. Ya'ni оборачиваемыз xuddi shunaqa ko'rsa bo'ladi. Bunisi masalan 168 kun. Demak, mana shu tovar sekinroq ketyapti ekan. 54 razmeri. 48 razmeri eng tez ketyapti. 50 razmeri 48 dan keyingi o'rinda ketyapti. 54 sekinroq, 56 54 dan sal tezroq ekan. Va xuddi shunaqa qilib turib aylanishga qarashimiz kerak. O'rtacha narximizda unit ekonomikada aniq bo'ladi. Qoldiqlar bilan kunlar. Mana bu joyi ham muhim, qoldiqlar bilan kunlar, chunki omborda necha kundan beri bor. Hozir mana 30 kunlikka tushiraylik-da. Shunda aniq bo'ladi. Xo'p, qoldiqlar bilan kunlar masalan mana bu 26 turibdi, bu 30 turibdi. Demak, bu 30 kun. Mana biz 30 kunlik informatsiyani ko'rganimizda 30 kun omborda bo'lgan. Bu 26 kun omborda bo'lgan. Mana bu 22 kun omborda bo'lgan. Ya'ni qaysidir kunlari tugab qolgan. Bu ham bitta filtr qilishimizga yordam beradi. Sotuvlar bilan kunlar. Sotuvlar bilan kunlarda masalan 20 kun sotilgan. 30 kun bozorda bo'lgan, 20 kun sotilgan. Sharhlar reyting 9. Sharhlar soni 19, 348. Sharhlar soniga ham qarash kerakmi? Qarash kerak. Uni nima foydasi bor? Agar juda yuqori sharhlar bo'ladigan, konkurentingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan 1000 tadan ko'p reytingi bor va sizga konkurent bo'lsa, u bilan bozorda raqobat qilish qiyin. Xo'p, keyin qaranglar, yana zo'r ko'rsatib ketaman. 30 kunning ichida, 30 kunlik informatsiya, 34 ta do'kon bor pijama kategoriyasida va 85% sotilyapti. Eng qizig'i mana sotuvlar dinamikasini ham bitta ko'ramiz. 165 kunlikda. Mana shu bilan hozir polniy dekabrgacha o'tgan yili pijama sotilgan ekan va aytib o'tganimdek oxirgi muddatlari shu martlargacha sotilgan ekan pijamalar. Narxlash bo'yicha segmentatsiyasini ham ko'rib qo'yamiz. Eng ko'p necha pulligi sotilyapti? Bizda 120 ming bilan 145 ming atrofidagi pijamalar eng ko'p sotilyapti. Xo'p, demak, mana shunaqa qilib turib, mana bitta tahlilni ko'rdik. Kiyimning ichida pijama kategoriyasi 1 oylik tushum summasi 220 million edi. O'ttiz kunlik savdosi 227 million ekan. 227 million. To'g'ri. Kartikalar soni, nechta kartikalar soni bor? SKUlar soni 303 ta ekan. Kartikalar sonini bu yerdan bundan ko'rib bo'lmaydi. Bu datadan. Mana 40 ta. 40 ta kartika bor bozorda. Bitta kartikaga tushadigan qidiruv soni. Buni endi Zoom Sellingdan ko'rish kerak. Va narxi
o'rtacha narxi. O'rtacha narxi bizda 263 mingga to'g'ri kelyapti, lekin eng ko'p sotilayotgani bizda mana bu yerda 130 kunlikda 180 ming, 205 ming atrofidagi bo'lyapti. 180, 205 atrofida. Endi tannarxini o'rganardim. Masalan, o'sha bitta mahsulotni ko'rdim, savdosi yaxshi, raqobat ko'p emas. Masalan, 40 ta mahsulotga tushadigan qidiruv sonini buni boshqa tahlil analitika saytdan ko'rib yozsa bo'ladi va tannarxi mavsumiyligiga masalan hozir dekabr, aprel. Ya'ni bizda 4 oy yoki 5 oy sotishimiz mumkin mana shu mahsulotdan. Undan tashqari marzasi. Men endi xuddi mana shu tovarni hozir tahlil qilib chiqdik, sotuvlarini, boshqa qamrovni, ya'ni umumiy bozor talabini o'rganib chiqdik. O'rganib chiqqanimizdan keyin endi birinchi etapda уже yaxshi pul bor, talab bor, yaxshi sotiladigan tovarlarni kategoriyasini aniqlashtirib oldik. Hozir mana bu yerda ko'rsatganimdek, ya'ni talab bor, raqobat darajasi yaxshi, narx bozor barqarorligi kabi ma'lumotlarni aniqlashtirdik. Ana endi undan keyingi etapda уже mahsulotni o'zini topish kerak. Ya'ni o'shanaqa qanaqadir pijamani dizayni. Agar uzunda ikkinchi o'rinda o'sha dizaynni ko'rib chiqasiz. Ya'ni qanaqa turdagisi o'zi ko'proq ketyapti. Va uni sifatini, keyin uni muammolarini ham bir qator o'rgansa bo'ladi. Masalan, zo'r sotilayotgan pijamalarni kommentariyasini o'qisangiz qanaqa muammolari bor. Masalan, sifati HB bo'lsa zo'r bo'ladi deb o'z odamlar yozib qo'yadi yoki qanaqadir xullas o'qisangiz negativlarni yoki o'sha odzivlarni o'zini o'qiganingizda ham o'z sizda tushuncha paydo bo'ladi, qanaqa turdagi mahsulot bilan bozorga kirish kerak degan. O'sha mahsulotni topib turib yoki birinchi o'rinda bizda ishlab chiqarish bor yoki bozor bor. Bozor yoki ishlab chiqarishga borib turib, mahsulotni berib, mana shundan shuncha partiyada olib kirib qo'yib sotmoqchiman va mana shu tovar menga qanchadan qilaverasan. Masalan, bozordan bo'lsa bozordan, ishlab chiqarishdan bo'lsa ishlab chiqarishdan gaplashsa ham bo'ladi. Zakazga tiktirsangiz bo'ladi. Masalan, pijamalarni bu yerda o'zi dogovorni qilib, hisob-kitobini ko'riladi. Keyingi etapda, ya'ni foyda marzasini bizga o'sha tovardan qancha masalan 180 205 bo'lgan taqdirda, masalan 70 ga bitta pijamani tiktirdik deylik. Undan uzumni komissiyasi, soliq, logistika, xullas mana shu hamma xarajatlardan tashqari unit ekonomika qilganimizda bizga eng kamida shu 30-40% atrofida foyda qolsa mahsulotimizdan va qolgan ko'rsatkichlari ham yaxshi bo'lsa, mana shunaqa qilib turib sotamiz deysizda, keyin o'sha tovarni o'zi qidirib, topib, olib kirib bozorga qo'yib sotishni boshlasangiz bo'ladi. Undan tashqari mana bu shablonni o'zida ham mana hozirgi paytda o'zimda eng ko'p qidirilayotgan, eng ko'p sotilayotgan tovarlarni ro'yxatini o'zimiz tuzib chiqqanmiz. Ikkita analitika saytdan foydalanib, ya'ni Dadata va Zoomsellingdan foydalanib buni ko'rsangiz bo'ladi. Mana shular hozir o'zimda eng ko'p qidirilyapti. Zaproslar sonini ham mana ko'rsangiz bo'ladi. Bir kunlik talab. Hozir mana ayollar sumkalar ayollar uchun deb turib 118 mingta odam qidirgan. Va buni umumiy tushumi, bir oylik tushumi 42 million 335 ming. 42 millionlik bo'lyapti. Yoki mana ayollar sumkasini o'zida 573 million bo'lyaptimi? 57 million. 573 million 269 minglik savdo bo'lyapti masalan. Juda ham baland yo'nalish. Termoslarda 51 mingta zapros. Sumkalar mana nimani olib kerak bozorga deyotganlar uchun mana. Kurtkalarda savdo baland. Kolonkalarda mana qidiruvlar kunlik. Ziraklar, planshetlar, zakolkalar, sumkalar, obuvlar jenskiy, qishki kiyimlar mana qidiruvlar yuqorilashni boshlayapti bunda ham. Telefon,
shapkalar qizlar uchun, sport anjomlari, butsalar, noutbuk, chexol iPhone, termoslar, paltolar, женский обувь, yo'lka, atirlar erkaklar uchun, powerbank, butsi, soatlar, xullas mana 100 tadan ko'p 100% uzumda sotiladigan va talab yuqori bo'layotgan tovarlar ro'yxati va undan tashqari bizda mana yana ikkita sotuv kafolatlangan toifalar bor. Ya'ni nima uchun kafolatlangan? Chunki aytgandek, bu kategoriyalarda bu turdagi tovarlarni bizga uzumda o'zi berdi. Mana shularni olib kirib qo'yinglar, biz 100% sotib beramiz deb. Ko'rishingiz mumkin. Buning ichida masalan sement, ohak, gips, qum, graviy, armatura, asbest, taxta, ko'mir, gipsokarton, sement, ugl, sendvich, panel, gipsokarton, mana shular, bular hozir uzumda yo'q ekan, bularni olib kirib qo'yish kerak. Keyin mana shu tovarlarni buni ham tashlab beraman sizlarga. Agar kimda-kim olib kirmoqchi bo'lsa, men bilan maslahatlashinglar. Men sizlarga shu ziloniy koridor xudo xolosa qildirib beraman. Ya'ni o'sha primoy tovarni sotuvga olib chiqib beradi. Ya'ni hech qanaqa time slotlarsiz yoki kutishlarsiz bozorga olib kirib savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu tovarlarni bozorga olib kirish bilan. Xo'p. O'zi tushunarli bo'lyaptimi? Akalar, tushunarli bo'ldimi? Fikrlaringizni yozib ketinglar. O'zi yana darsni davom ettiramiz. Ya'ni amaliy darsda ko'rib chiqdik. Sizlar bilan bozorda qanaqa analiz qilish kerak, nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerak. Ha? Xo'p, ovoz past deyishyapti. Menimcha tushunarli. Endi kirdim efirga. Qanaqa tovar sotiladi? Zo'r zapis qilinglar. Hamma gapni eshitilmayapti, tuzilishlar bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Hujjatlar haqida tushuntiring. Xo'p, tushunarli, zo'r. Tushunarli. Kishiga og'ir bo'lmagan tovarlar sotish yaxshi bo'lmaydi. Qurilish anjomlarini aytyapman-ku. O'zi boshida ham aytdim sizlarga. Sizlar kirmoqchi bo'lgan tovaringizni men o'zim ham ko'rdim. Mana shundan ham yaqqol misol olsangiz bo'ladi. Kosmetikani sizlar tushunmaymanmi? Kirmaganim yaxshi-da. Chunki yeb qo'yaman. Aniq. Ertaga bitta trend o'zgarsa yoki qaysidir tovarni birorta shu boshqa tovarga talab o'tib ketib qoladigan bo'lsa, ayollarda shunaqa kosmetikada shunaqa narsa ko'p-ku. Masalan, pudrani bittasi chiqdi, ertasi kun yana boshqasi chiqadi. Buni hech kim olmaydi, o'zi hamma yangisini olib ketadi. Qurilishda ham agar siz tushunmaydigan narsa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Ohak sotaymi ekan? Qurilish mollarini gabariti kattadi. Da, endi bu soha, men masalan uni berganim ham spiskani ko'rsatganim. Bundan tashqari ham yana boshqa kategoriyalar bor. Masalan, elektronika bo'yicha, bitovoy texnika bo'yicha savdo qilish mumkin. Davom etamiz. Keyin iloji bo'lsa kategoriyalar foizlar ro'yxati bo'lsa shuni ham tashlab beraylik. Shuni ro'yxati bor, kanalimizda Uzun Pro'da ro'yxati bor. Qaysi kategoriyaga savdo qilsa bo'ladi. Bijuteriyaga qiziqaman, shunga sotmoqchiman, yaxshi ketadimi uzumda. Xo'p, bijuteriya mana qarang, bijuteriyada ham zaproslar ko'p. Masalan, boshqa kategoriyalarda ham mana ko'rganimizda hamma kategoriyada savdo bo'lyapti. Qarang, 30 kunlikni ko'radigan bo'lsangiz, hammasida mana savdo o'sgan va 11-da mana bitta pik hammasida zo'r savdolar baland bo'lib oshgan. Любой mana shu yerdagi 5200 xil tovar bor deyapman-ku.
5200 xil tovar bilan bozorga kirsangiz bo'ladi. Ana shu tovarlar bilan bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Talab yuqori. Faqat siz to'g'ri olib kirib, to'g'ri ko'rsatib bersangiz bo'ldi. Mana shu narsa eng muhimi. O'zi ikkita etap bor-da. Birinchisi o'sha to'g'ri tovarni topib oling, keyin o'sha tovarni to'g'ri ko'rsatib bering bo'ldi. Shu bilan sotuvlaringiz ketaveradi. Xo'p, demak, erkaklar soatlarini, termometr, hassalarga oid dokumentlar kerak. Salomatlikka oid qanday dokumentlar kerak? Termometrga ham, hassaga ham hech narsa kerak emas aka. Bemalol olib ketsangiz bo'laveradi. Xo'p, demak, mavzu tushunayotgan bo'lsa, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, ko'pchilikka manfaatli bo'lsa, demak, men keyingi prezentatsiyamizni keyingi qismlariga o'taman. Buni bitta skrinshot qilib olayni. Tovar analiz qilishda nimalarga qarashimiz kerak va nima narsa bizga muhimligini skrinshot qilib olinglar. Bu narsa men u Rossiyadagi marketplace savdo qiladigan blogerlardan oldim buni. Shuning uchun zo'r informatsiya. To'g'ri analiz sizga aniq javob beradi. Bu tushunarli, data orqali analiz qilish. Xo'p, endi davom etamiz. 90% holatda analizsiz yoki noto'g'ri analizsiz savdo boshlashadi. Natijada ko'pchilikda savdo bo'lmaydi. Tovarlari muzlab qoladi. Puliga kuyib qolishadi. Puliga kuyib qolish, ya'ni jonli efirda boshdan yozdi, minusga ham kirib ketishi mumkin, uzumga kirgan odamlar deyishdi. Yo'q, minusga kirmaysiz. Minusga kirdingiz degani nima degani? Bu tovaringiz muzlab qoldi degani. Ya'ni masalan $1000 plyus bor, shu $1000 ga qanaqadir tovar oldingiz, ya'ni bu tradingga o'xshab yoki qanaqadir o'yinlarga o'xshab turib, tikib olib turib yo'q bo'lib ketadigan narsa emas. Bu yerda hamma narsa tovarga tikiladi. Nima sotadigan bo'lsangiz ham, qanaqa yo'nalishda biznesda boshlaydigan bo'lsangiz ham, o'sha mahsulotga pul tikasiz. Ya'ni 10 ta masalan power bank olishingiz necha pul bo'ladi? 1 million bo'lsa, 1 million pul qo'ydingiz va minusga kirdingiz deganingizda nima bo'lishi mumkin? O'sha 10 ta power bank siz yoningizga qolib ketdi bo'ladi. Uni offlayndan sotarsiz bo'ladi. Xullas, uzumda biznes boshlash unaqa minusli yoki puliga kuyib qoladigan narsa emas, faqat o'sha to'g'ri kirib, to'g'ri savdoni boshlash kerak. Aynan shuni, ya'ni oldini olish, birinchi qadamda o'zidayoq muvaffaqiyatli savdo boshlash uchun biz workshop dasturimizni ishlab chiqqanmiz. Hozirgi paytda mana workshopda uzumda kafolatlangan savdo nomli jonli, xuddi shunaqa bo'lib o'tadigan 3 kunlik workshop dasturimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa yangisi. Agar workshopda qatnashish sizga qiziq bo'lsa, 3 kun ichida sizga nimalar o'rgatiladi? 30% dan boshlab, ya'ni eng kamida 30% foyda keltiradigan tovarlar topib, risklarsiz uzumda noldan savdo boshlash strategiyasini o'rganasiz. 24 ga tovarlaringiz sotilib, sizga daromad keltiradigan onlayn biznesingizni boshlaysiz. Xo'p, workshop nima o'zi? Workshopni biladiganlar bor, oramizda bilmaydiganlarga qisqacha aytib o'taman. Bu sizni uzumga kirib daromad qila olasizmi, yo'qmi? Uzumda qanaqa savdo imkoniyatlari bor? Uzumda komissiyalari, uzumda o'sha plyuslari, minuslari, uzumda savdogarlar masalan qanaqangi qiyinchiliklarga duch keladi va uni qanaqa qilib yengib o'tish kerak? Mana shu общий mana onlayn savdo sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan savolingizga javob olish uchun to'liq amaliyotga asoslangan 3 kunlik jonli dars bo'ladi. Sizga полностью mana shu uzumda savdo qilishni sir-asrorlarini ochib beraman va mana shu 2 yilda uzumda общий mana $100,000 dan ko'p savdo qilishimizga sabab bo'lgan tajribalarimni 3 kun ichida sizlar bilan bo'lishaman. Bu yerda usullarni o'rganasiz, instrumentlar, fishkalar, analiz qilamiz o'zimiz, bozorda savdolarni kuzatamiz, qaysi tovarlarni bozorda olib kelish mumkin, sotuvlarni qanaqa oshirish mumkin, hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni workshopda birinchi kun nimalar bo'ladi? Marketplace savdo qilish imkoniyatlarini, daromad qilish yo'llari, bilasizlar, o'zimda faqat tovar sotib emas, menejerlik qilib, dizaynerlik qilib, sotuvlarni oshirib, xullas ko'plab sohalar borki, o'zimda daromad qilish mumkin bo'lgan. Mana shu yo'llarni ko'rib chiqamiz. Noldan savdo qilish yo'llari o'zimda, sotuvchi bo'lish uchun kerakli hujjatlar, optim bozorlar, qaysi tovarlarni qayerdan olish kerak va topshiriq va vazifalar bilan birinchi kun workshop darsimiz bo'lib o'tadi. Ikkinchi kunda zo'r sotilayotgan tovarlar topish, analiz qilish, unit ekonomika qilish. Ya'ni unit ekonomika nima?
Optimga oldingiz, o'shani uzunda sotguningizgacha qancha xarajat ketgan bo'lsa, o'shalarni kirgizib, tovaringizdan sizga sof necha pul foyda qolayotganligini aniqlash uchun qilinadigan ish, unit ekonomika. 30% dan 70%, 100%gacha daromad keltiradigan tovarlarni topish yo'llari, data saytlaridan analiz qilish, mahsulot kartochkasi, uzunda kal so'zlar, to'pga chiqaradigan kartochkalar yaratish, ChatGPT dan promptlar, topshiriq va vazifa. 3-kuni sizlar bilan tovarlarni sotuvga chiqarish, sotuvga ta'sir qiladigan omillar, 3 oyda 100 million savdoga chiqish yo'llari, sotuvlarni oshirish usullari, uzumni ichidagi algoritm, marketing boostdan to'g'ri foydalanish. Menejerlik orqali tovar sotmasdan ham $500 daromad qilish imkoniyati haqida workshopda 3-kunida sizlar bilan gaplashamiz. Workshopda jonli ishtirok etishingiz shart bo'ladi, sababi hamma narsa amaliy. Sizni birinchi darsda ko'rganingizdan keyin topshiriqlar beriladi, shularni bajarishingiz kerak bo'ladi. Agar bajarmasangiz, keyin qilaman desiz, savolga kira olmaysiz, daromad qilish imkoniyatingiz kamayadi va bu dastur sizni uzumda noldan risklar bilan, ya'ni risklarsiz bo'lgan savdoni boshlashingizga, to'g'ri tovar topib, birinchi qadamni to'g'ri yo'lga qo'yishingizga yordam beradi. Sababi 64% holatda oddiy tovar tanlash, unit ekonomik analiz xato qilib savdo boshlashadi. Ko'pchilik xuddi shunaqa qiladi. Ya'ni bozorga kirishida tovarni tanlamaydi, unit ekonomika qilmaydi, analiz qilmaydi-da, bozorga kiradi, keyin nimaga tovarim sotilmayapti deb o'tiraveradi. Lekin aslida tovarlar sotilyapti. Mana ko'ryapsiz, uzumdagi savdolarda uchyapti savdolar, faqat ko'rsatib bera olayotgan odamlarda uchyapti. Aynan shularni oldini olish uchun ham qarang, masalan, ko'pchilik uzumda savdoni boshlayotganda o'zi aslida bu uzumda savdo haqiqatan ham uyda o'tirib juda ham haligi imkoniyatlari ko'p, foydalari ko'p. Bemalol kompyuterda o'zida million milliardlab оборот qilib tashlasangiz bo'ladi. Sizga na jamoa, na arenda, na bir o'sha ortiqcha mashmashalar bo'lmaydi. Bemalol o'tirib qilsangiz bo'ladi. Faqatgina masalan, kimdir matematikani yomon ko'radi. Kimdir umuman kompyuterdan foydalanishni bilmaydi. Yoki xullas bu yerda uzumda aslida savdo qanaqa bo'lishini ham tasavvurida yo'q-da. Masalan, shunday tovar xuddi boshqa naqalar bor-ku, pul olib keladigan instrumentlar. Masalan, invest bor, masalan, $1000 tikib qo'ydingiz, qanchadir miqdorini sizga foyda qilib qaytaradi. Shunaqa tushunchalari bor odamlar ham bor-da, uzumda savdo qilishdi. Ya'ni bunda o'zi aslida savdo qanaqaligini aynan shu workshop dasturida ochib beraman. Hamma plyuslari, hamma minuslari sizga to'g'ri keladimi? To'g'ri kelsa, davay boshlang. To'g'ri kelmasa, bo'ldi, siz ortiqcha harakat ham qilib o'tirmadingiz, risk ham qilmadingiz. Siz o'zi mana shu joydan qaytaring deb turib, yo'l yo'riq beriladigan dastur bo'lgan, xohlasa workshop. Ma'qul keladigan odamlarga zo'r turtki bo'ladi, chunki aynan mana shu workshop dasturimiz shu paytgacha o'zi 2000 dan ortiq odamni uzum marketda savdosini boshlashga yordam berdi. Aynan mana shu workshop dasturimiz. Workshop dasturimizga qo'shilmoqchi bo'lganlar uchun ko'rib turibsiz, zo'r, har narsani 3 kunning ichida o'rgataman. Narxi ham hozir chegirmada. Atigi 97 ming so'm evaziga siz 3 kunlik mana shunaqangi intensiv uzumda savdo qilishingizda sizni qaror qabul qilishingizga aniq yechim beradigan dastur bo'ladi. Agar kimda kim qiziqayotgan bo'lsa, workshop dasturimizga to'lov qilib, uzum savdogar profiliga yozib oladigan bo'lsangiz, sizga ma'lumotlarni yuboramiz. Aytib o'tganimdek, shu workshopimiz faqat 3 kun bo'ladi. Agar darsga qo'shilmasangiz, shu bilan yanvarda bo'ladi. Narxlari ham hozir chegirma narxda. Kimgadir qiziq bo'lsa qo'shilinglar. Agar menga ma'qul qo'shilaman desangiz, bugunning o'zida to'lov qilsangiz, sizga bonus sifatida Dadata uchun promokod, top qidiruvdagi tovarlar ro'yxati, analiz videolaridagi bonus videolarni, video darsliklarni sizga bonus qilib beraman. Bu bonus bugun qo'shilaman deb to'lov qilsangizgina, faqat yangi qo'shilayotganlar uchun. Xo'p, qo'shilmoqchi bo'lganlar qo'shilib olsin, ozgina kutib turamiz. Keyin o'sha keyingi mavzuga o'tamiz, ya'ni tovarlarni birinchi qo'lini topishdi. Onlayn bo'ladimi? Ha, onlayn bo'ladi. Telegramda xuddi shunaqangi jonli tarzda bo'lib o'tadi. Workshop dasturimiz. Yoki Toshkentga borish kerakmi? Onlayn bo'ladi.
Qachon bo'ladi dars kuni? Dars kunlari Xudo xolasa mana hozir 6, 7, 8 dekabrda jonli dars bo'ladi. Telegramda bo'ladi. Onlayn bo'ladi. Onlayn formatda bo'ladi. Offlayn ham qilinglar. Offlayn mana yaqinda tugatdik o'zi. Farg'ona, Andijon, Toshkent qo'shilaman. Vaqtini aytib o'ting. Vaqti asosan kechki payt bo'ladi va jonli formatda bo'ladi. Jonlini keyin zapisi ham bo'ladi. Uni bemalol ertasi kuni ham ko'rib, qo'shilib ko'rsangiz bo'ladi. Xitoy haqida qachon ma'lumot beriladi? Endi ma'lumot beramiz. Ha? Uzun nasiya orqali qilsak bo'lmaydimi? O'zi 97 ming so'm-ku. 3 kunga 97 ming shunaqa. To'lov qayerda qilinadi? Mana shu yerda. Kimdir qo'shilmoqchi bo'lsa, bo'lmasam workshopga plus qoldirib ketinglar. Agar to'lovga ulgurmayotgan bo'lsangiz, sizga o'zimiz aloqaga chiqib yana ham batafsil ma'lumot beramiz. Ertaga to'lov qilsak bo'ladi, ertaga ham qilsangiz bo'ladi. Joyizni band qilib qo'ysangiz faqat shunaqa ham qilmadingda. Informatsiyalar olib qoladi. 3 kunda o'rgana olamanmi? O'rgana olasiz, albatta. Foydaga kirguncha turib berasizmi? Workshopda hech qanaqa 3 kunlik dars bo'ladi xolos, workshopning ichida. Bu foydaga kirguningizgacha bo'lgan dastur, boshqa dasturlar. 3 kunning ichida sizga foydaga kirishga ulgurmaysiz-ku. 3 kundan keyin siz bilan faqat savol-javob bo'ladi. Savolingiz bo'lsa javob beriladi, lekin bu dastur siz o'ylagandaqa uzunda 0 dan 100% sotuvga olib chiqib qo'yadigan dastur emas. Bu 3 kunlik qaror qabul qilishingizga yordam beradigan dastur. Tak, bo'ldimi? Offlayn Toshkent shahrida qachon bo'ladi? Offlayn 4 dekabrdan boshlanadi. Xo'p, endi sizlar bilan tovarlarni birinchi qo'l topish haqida gaplashamiz. Xo'p, tovarlarni birinchi qo'l qayerdan olish mumkin? Bizda ikkita variant bor. Birinchisi mahalliy bozorlar yoki ishlab chiqaruvchilar o'zimizda, ikkinchisi Xitoy yoki chet el. Ana shu ikkita bozordan tovarlar olib kelib qo'yib sotsa bo'ladi. Endi Xitoydan tovar olib kelish rostdan ham arzon bo'ladimi deb so'raganlar bor ko'pchilikda. Endi sizlarga tushuntirib beraman. 1688, Taobao, Pinduoduo bular Xitoy uchun ishlab chiqarilgan marketplace'lar, xuddi bizdagi uzun marketga o'xshab. Ya'ni market, mana masalan marketplace, siz tushundingiz nimaligini? Marketplace'da savdo qilish qanaqa bo'ladi? Ya'ni bozordan bitta tovarni olib turib yoki ishlab chiqaruvchidan olib turib, ustiga foydasini qo'yib, u yerda marketplace'da sotadigan joy. Va bu ilovalar ham Xitoyda xuddi shunaqa, bizdagi uzunga o'xshagan. Eng arzon narx Xitoyda albatta bozorlarda va ishlab chiqaruvchilarda tovar savdolashib olganingizda eng arzon narxda olishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xohlasa, agar kimda-kim Xitoy bozorlariga qiziqish bildirayotgan bo'lsa, ya'ni qanaqa qilib boriladi, Xitoyga qanaqa qilib tovar olib kelinadi, shu bo'yicha navbatdagi bizni Xitoyga safarimiz bo'ladi. Xudo xohlasa, mana 8-10 dekabrlarda oralig'ida 8-10 dekabrda ketib, qaytish 18-20 dekabr atrofida bo'ladi. Agar Xitoyga bormoqchilar bo'lsa, biz bilan birgalikda bemalol borishingiz mumkin. Bugungi o'z seminarga как раз shu rasmda ko'rib turgan Mashrabjon akamizni chaqirganmiz. Aka, qani kelaveringchi. To'g'rilab berasizmi o'zingiz? Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, bo'lajak tadbirkorlar.
Mani ismim Mashrabjon. Bu yerda bo'lishimga asosiy sabab birinchidan bu akamiz bo'ladilar, Komiljon akam, Marja akademiyasi. Ha. Bularni birinchi bo'lib adashmasam shu yoz oylarida topganman Instagramdan. Keyin bulardan ma'lumotlar oldim, bularda darslarga qatnashdim, yetarlicha ma'lumotlar oldim. Keyin Xitoyga borish qarorini qabul qildim. Bu qaror men uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Nimaga bunaqa? Sababi o'zim Farg'onada avtoaksessuarlar sohasida shug'ullanaman. Ya'niki avtomobillar uchun aksessuarlar, o'yinchoqlar, qanaqadir jihozlar, elektronikalar olib kelaman. Bu sohada qilinishi kerak bo'lgan, kelajakda qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ko'p edi. Sababi kundan kunga xuddi odamlarda kiyim-kechak ko'paygandaqa, mashinani modeli ham shunaqa ko'payib ketdiki, ularga bo'lgan aksessuarga bo'lgan ehtiyoj kuchayib ketdi. Shu uchun Xitoyga borish rejasini tuzdim va buni men Marja akademiyasi bilan qildim. Bu eng manfaatlisi bo'ldi. Nimaga? Biz misol avgust oyida, avgust 10-sanasida ketdik, adashmasam, to'g'rimi aka? Avgust 10-larda ketdik. Kunlarda ketdik. Bu yoqdan o'zim uchdim. Sababi birinchi qaror qabul qilishim qiyin bo'ldi. Borsammikin, bormasammikin, nima bo'larkin, qanday bo'larkin? Hozir hammada bo'lib turgan aktualniy savol. Xitoyga borish o'zi to'g'rimi, noto'g'rimi degan savol. Endi o'sha paytda tavakkal qilish kerak. Tavakkal qilib borildi. Endi u yoqdagi holatlar, aeroportga kutib olinish, gostinitsaga joylashtirish, bu masalalar hammasi puxta o'ylangan, rejali bo'lgan. Bu tomondan hech qanaqangi bir muammoga, bir ko'chada qolib ketdi degan narsa yo'q, kimdir bir urdi so'kdi degan narsa yo'q, to'pol qilib aytganda, endi qiyinchilik bo'lmadi. Bu birinchi masala. Endi insonimiz hamma komfort xohlaydi, har tomonlama komfort bo'ldi. Ikkinchi masala bozor o'rganish. Bozorda o'zini qanaqa tutish kerak, qayerdan qanaqa tovar tanlash kerak, qaysi blok sizniki? Misol shu Futsian bozori bo'ladigan bo'lsa, 5 ta katta blok, juda ham katta bozor. Misol, meni tasavvurimdan-da kattaroq, misol. Bunchalik deb katta deb o'ylamagandingiz a? Shunaqa. Men realni aytaman, oyoqlarimni tagi pishib ketdi o'sha payt. Dori so'ramam kirdim, shunaqa bo'ldi. Misol, erta peshkom yurib aylanib boraman degan haligi mart odam ham shu ikkita blokdan keyin charchab qoldi-da. Shunaqa. Erta menga bularda aktualniy yordami Xitoyga borishimdan oldin menga savol berishdi. Siz Xitoyga borishdan maqsad nima? Maqsad shunaqa tovarlar olib kelish. Xo'p, bo'ldi, biz sizga to'g'ri yechim beramiz deydi. Etga borgandan keyin Xitoyda shu birinchi kunning o'zidanoq reja tuzildi. Erta qanaqa ilovalardan foydalaniladi, kim bilan qanaqa muomala qilinadi, misol pul ayirboshlash masalalari, hammasini bir kunning o'zida tushuntirib o'tishdi. O'sha ertasidan bozorga chiqdik. Bozorda qanaqa yuriladi, qaysi blokdan qaysi blokka o'tiladi, misol qaysi do'konda qanaqa izlab topish kerak. Shunaqa ko'pki bitta kategoriya oddiy, misol telefon aksessuarlar kategoriyasi bo'ladigan bo'lsa, adashmasam 50-60 ta magazin bor bitta. Har bitta kategoriyada barcha shunaqa. Yerda assortiment shunaqa ko'p, variant shunaqa ko'p. Yerda aylanib yuraverasizda. O'zi misol sohangiz boshqa, lekin boshqa sohalarga ko'rib ko'zingiz kuyib aylanib yuraverasiz. O'sha paytda bitta to'g'ri yo'l, направление beradigan odam обязательно bo'lishi kerak. Misol, men vaqtingiz ko'p bo'lsin, men pulingiz ko'p bo'lsin, hamma sohani qilib bo'lmaydi baribir. Odamni o'zini qilib yurgan mutaxassisligi baribir gapiradi, shu ishni qilgani yaxshi. O'sha joyda Komiljon akamlar, Jamshid akamlar va bular hammalari to'g'ri направление berishdi. Biz to'g'ri o'zimizga kerak bo'ladigan tovarlarni oldik, qolgan tovarlarga ko'z yumib o'tdik shunchaki. Nimaga? Bizni fokusimiz o'zimizga kerak bo'lgan mahsulotga qaratildi. Shundan keyin biz rezultat qildik. Misol Xitoydan 5-6 xil tovar urdim. Oddiy sochiqlar, har xil aksessuarlar urildi misol. Ular uje kelgandan keyin misol logistikadan 15 kun muddatda yetib keldi. Kelgandan keyin uje 10 kun ichida sotib tugatildi hammasi. Siz o'zingiz ham qo'ymoqchi edingiz tovarlarni, qo'ymadingiz, ulgurmadingizmi? Olib kelib o'zingiz optimchilaysiz, tarqatib oldingiz. Bizda основной savdo sotuq offlayn bo'lgani uchun optimchilarga chiqib ketib qoldi. Obrazet sifatida chiqib ketib qolganda ham haligi bitta ikkita emas, ko'proq talab qilib qolish sababi shunga yarasha o'z ko'rdi, sifatli narsalar olib keldik. Masalan, bozor bo'yicha aytadigan bo'lsak, hamma borishdan oldin Xitoydagi tovarlarning narxi o'zi arzonmi, qimmatmi, yetib kelishi bilan qanchaga aylanadi deb o'ylaydi. Bu yerdan turib, O'zbekistondan turib Xitoyda marketplace-lariga ishonadigan ham bor, ishonmaydigan ham bor. O'zi общий misol
bozorlarning narxi bizni bozor narxidan qancha? Masalan, siz optim bilan ham shug'ullangansiz, chakana bilan ham shug'ullangansiz, o'zi Xitoyda ham ko'rdingiz. Raznica qanchalik masalan? Xo'p, bu yerda agar tushunish uchun. foizlarda gapiradigan bo'lsak, bizni O'zbekistonning bozoridagi narxlar Xitoydagidan qisman olganda mani fikrimcha, mani kategoriyamda, bu hamma uchun gapirishim noto'g'ri albatta. Mani kategoriyamda 2 barobar arzonroq desa bo'ladi Xitoydagi tovarlar. Optimdan, biz optimdan ko'ra Optimdan 2 barobar arzon. 2 barobar arzonroq. Nimaga bunaqa deyapman? Sababi men o'zim misol Sergeli bilan ishlaymiz, Qo'qon bilan ishlaymiz, misol avtotovarlar etga borgandan keyin bir xil model, bir xil kategoriya, bir xil tovar, это farqi yo'q-da. Bu arzonroq qilib qo'ygan degan narsa shubha yo'q. Yoki materiali buniki plastmassa, bizniki metall degan narsa yo'q. Farq juda katta. Katta, Xitoyda. Sifati ham, sifat masalasi bu tadbirkorning o'ziga bog'liq degan narsani tushundim. Nimaga? Men Xitoylar bilan gaplashdim. Oddiy sochiq zakaz qildik, misol. Aytyapti, xohlasang deyapti, mana bu chetidagi mana bu joylarini deyapti, boshqacharoq qilib beraman, arzonroq bo'ladi. Men aytiga yozib qo'yib beraman, qimmatroq bo'ladi. Bu o'zi xohishingizdan kelib chiqib, misol klientskiy bazangizga qanaqa narsani ravo ko'rsangiz yoki o'ziga nimani ravo ko'rsangiz, shu narsaga holatiga qarab narx kelib chiqadi. Sifatlarini ham demak u xuddi shunaqa hali assortiment ko'pligidan boshqa hali любой xohlagan o'zingizga yoqadigan narsani qildirib olsangiz bo'ladi. Narxi to'g'ri kelsa, sifati sizga ma'qul kelsa bo'ldi. Endi ertaga yana bitta holat, meni xursand qilgan holat. Xo'p, tovar tanladingiz ham deylik, arzon sotib oldingiz ham deylik. Endi buni O'zbekistonga yetkazib berish masalasi bor. Bu masalaga lekin men realni aytaman, zo'r yordam berib qo'ydinglar. Abu Sahiy Cargo misol ishladim. Nexus bilan ishladim. Ikkita logistika bilan bir vaqt ishladim. Nimaga? O'zimda ham tajriba bo'ladi. Ikkalasi bilan farqi. Keyingi safar ishlashga haligi variant ikkita. Misol ikkalasini ham ishini ko'rdim, rezultatini ko'rdim. Qanaqa holatda ishlashadi, bularni ham bildim rezultatini. Endi bu uchun misol ba'zi tajriba birinchi o'rinda, o'sha o'zlaringizdan tajribalaringizdan kelib chiqib bergan maslahatlaring katta yordam berdi. Misol hammasini qilasizda, lekin nima deydi? Baribir logistika O'zbekistonga olib kelib olish qaysidir ma'noda muammo. Bilmagan odam uchun. Yana bitta nima, oddiy logistikani nomini aytsam ham bo'ladi, bu aytishim o'rinli emas. Nexus logistikasi tovarlarimda ozgina muammo bo'ldi. Qanday? O'sha chegaradami qayerdadir muammo bo'lgan, suv o'tgan tovarlarga. Ma'lum bir qismiga, misol 100% olsak, bir 5% qismiga suv o'tgan. Shunda logistika to'lovini qabul qilishmadi. Shunchaki bepulga keldi. Shu darajada podдержка qilishdi. Zo'r. Men yoki ularga aytmadim, men agar o'sha zararlangan tovarimni hisoblab chiqqanda ham $100 bormasdi. Misol men $500 ularga qiymat to'lashim kerak edi aslida. Menga arzimagan $35-40 atrofida pul chiqarib berishdi. Karta so'raganimda uni ham отказ qilishdi. Yo'q, bo'ldi, qo'yavering, keyingi safar ishlaganimizda sifatli yetkazib beramiz. Shu darajada logistikalar hozir Xitoydan tovar olib kelayotgan mijozlar uchun jon kuydiryapti. Misol moment qilish kerak. Misol qalapatishlik bilan emas, albatta o'sha A nuqta, B nuqta rejani oldiga maqsad qo'yib, Allohdan so'rab, chiroyli qilib qilish kerak. Yo'l-yo'riq to'g'ri. Yo'l-yo'riq albatta kerak. Xudo xolasa, bu safar ham ketyapmiz, bunisiga ham qo'shilasiz. Inshaalloh birgalashib boramiz. 10-da yana Xitoyga safarimiz bor. Mashrab akani o'zlari ham biz bilan yana ketishyapti. Ya'ni avgustda ham borib kelishgan. 10-da yana borib, xullas bozorlardan ko'rib, endi mijoz qachon sizdan rozi bo'lsa, ikkinchi marta sizdan sotib olsa, shundan roziligini bilsangiz bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab Mashrab aka yana biz bilan borib, mana hamma tomonlama o'rganib, yana ishlarni qilib kelamiz, xudo xolasa aka. Yana bitta qo'shimcha qilaman. Maqsad bu yerda Xitoyga olib borib, sizlarni nima desa bo'ladi? Men ochiq aytish kerak, sizlarni vaqtinglarni olish emas yoki qanaqadir tovar sizga sizlarga majburlab, mana shu narsani olsanglar zo'r ketadi deyish emas. Erta tovar olsanglar, olmasanglar, o'zingizlar uchun nimadir yaratib kelasizlar-da, misol. Sohalaringni qizig'i yo'q deb o'ylayman. Hamma sohaga yetarli tovar ham bor, yetarli uskuna ham bor, yetarli sharoit ham bor. Oddiy reklama sohasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Siz обязательно qanaqadir tovar sotish shart emas-da, misol. Agar maqsad bo'ladigan bo'lsa, Xitoyda ko'p narsaga erishsa bo'larkan, shu narsani bildim. Erta qanaqadir bir mexanizmlar bor, algoritmlar bor. Shu algoritmlarni o'zimizga moslasak bo'ladi ko'p holatda. Ideyani o'zini ko'rib kelsangiz. Ideyani o'zini ko'rib kelish, erta
misol birovdan ideya sotib olaman desangiz, pulga sotib olasiz. Siz ham sayohat qilyapsiz, ham tijorat qilyapsiz, ham ideyali bo'lyapsiz, ham bitta kasb ushlaganlari. Bu ham bitta kasb endi, bobo. kasb. Bu ham sotuvchilik ham bir kasb. eng zo'r kasb aka. Sotuvchilik. Siz agar Xitoy bilan hozir mana ko'rib turibsizlar, agar danni moment O'zbekistonda Xitoy bilan o'rtasi zo'r. O'sha savdo, sotiq, olib kelish, hozir olib kelish ham zo'r, chiqarib olish ham, ya'ni o'sha eksportga ham Xitoy zo'r ishlayapti. Agar ishlab chiqaruvchilarimiz bo'lsa, hozir mana ko'rayotgan bo'lsalar, oziq-ovqat mahsulotlari Xitoyliklar yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Ya'ni o'zlarinikini qandaydir o'sha sun'iy deb bilishadi. Bizdan borgan mahsulotlar yaxshi. Ulardan agar mahsulot olganimizda ham xuddi shunaqa, hozir возможность zo'r. Bitta borib kelish kerak deyman hammaga. Bormoqchi bo'lgan o'sha option shu biznesni boshlamoqchi bo'lgan odamlarga, u borib kelish sizga qanaqadir turga o'xshab yoki sayohat emas, bu sizga daromad keltiradigan, agar ko'rishni bilsangiz, qayerdan pul topish mumkinligini bilsangiz, mana bu narsa bor ekan. Unda ham qarashingizga bog'liq. Masalan, buni O'zbekistonda qilsa bo'ladi deb o'zingiz planni tuzib, agar unga qarab prosta yaxshi ekan deb o'tib ketsangiz, endi bu sizga как sayohat bo'lib qoladi. Lekin biz asosan boradigan odamlar tadbirkorlar bo'lganligi uchun va tadbirkorlar muhiti bilan bitta ko'rsangiz, bozorga bizni ko'zimiz bilan qarasangiz, xullas hamma yo'q pul. Va shu imkoniyatdan foydalanishda hozir sizlarga ham ochamiz, lekin undan oldin Masrab aka bilan xayrlashib olsak, xudo xolasa Masrab aka, rahmat kattakon, shunchalik Katta rahmat. vaqtingizni ajratib kelib, o'quvchilarimizga Xitoy haqida amaliy ma'lumotlar berganingiz uchun, xudo xolasa aka, siz bilan yana bu safargi safarlarimizda ham yana muvaffaqiyatli ishlarni amalga oshirib kelaylik. Iloyim. Masrabga rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Hammalarga borishlarini tavsiya qilaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Charchamanglar. Jonli efirga kelishib, mana informatsiyalar berib ketishdi Xitoy bo'yicha. Xo'p, davom etamiz. Savol-javobga keldingmiz? Xo'p, aytib o'tgandek, mana Masrab akamiz o'zi biz bilan borishgandi. Atay, mana shu aka, men jonli efir qilyapman desam, boraman deb kelishib o'zlari ma'lumotlarni berishdi. Mana zo'r keysda, qarang. Bozorga borishidan oldin o'zi bu bozorda qanaqa tovarlar bor ekan, narxi arzonmikin deb o'ylab turib, bozorga borishi bilan bir kun ichida polni hamma prilojeniylar ustanovka qilib bozorni tushuntirib qo'ydi. Ertasi kun shuni kirdida bozorga o'zi 1000 ta tovar oldi. 1000 ta olgan tovari o'zi bozorda o'zida O'zbekistondagilar variantini tashlab, mana shu mahsulotdan bor, mana shuncha dedi, sразу o'zi sotib oldi. Orqasidan yana 5000 ta olib kelib, uni ham uzumda qo'yaman, boshqa joyda qo'yaman dedi. Boshqa platformalarga dars sotgani vaqti bo'lmadi, tashqarini o'zida tarqatib yubordi. Narx yaxshiligidan, yaxshi foyda keltirgandi. Bunaqa imkoniyat har biringizda bor. Hozir jonli efirda ishtirok etayotgan va jonli efirdan keyin ko'radiganlarda. Umumiy mana xarajatlari haqida $1,500 sizda xarajat ketadi. Borish, kelish, biletlar, mehmonxona, gid xizmati, bozorlar, ekskursiya va analiz bo'yicha treninglar uchun sizga o'rtacha 1,5 rasxod ketadi. Lekin ishonavering, 10 barobar, 20 barobar siz bundan ko'ra ko'proq bilim, informatsiyalar va polностью Xitoy deganda nimaligini tushunib, u bilan qanaqa ishlaniladi, qanaqa savdo qilinadi, olib kelib optim tarqatsangiz bo'ladi, xullas uzumni onlayn sotsangiz bo'ladi. Sotadigan joy ko'p. Siz oladigan joydan aniq qilib oling, qanaqa tovarni. Ha? Ko'rsatmayapman. Navbatdagi turimizda mana umumiy xarajat $1,500. Borish, kelish, bilet, mehmonxona, gid xizmati, bozorlar, ekskursiya, analiz bo'yicha trening. Aytib o'tgandek, mana shu $1,500 ichida hammasi bor. Masrab akamiz aytgandek, kutib olishdan tortib, kuzatib olishgacha logistikalarga olib kelish, logistika ishonchliklarini, kontaktlarini berish, sizga xullas to'liq biznes modelni beramiz. O'zimiz qanaqa olib kelib, qanaqa ishlab, qanaqa daromad qilayotgan bo'lsak, sizga ham xuddi shu narsani o'rgatamiz. Va mana shogirdimizdagi natijani ham ko'rishingiz mumkin. O'sha o'zida tovarlarni sotib olib, o'zi yana qo'shimcha O'zbekistondan pul chaqirtirib, xullas tovar olib keltirganmizda.
bunaqa tovarlar yana ham boshqa kategoriyalarda ham ko'p. Kimdadir qiziq bo'lsa, kimgadir qiziq bo'lsa 15 deyman. 10 dekabr kuni ketamiz уже bir hafta 7 kun 8 kun atrofida Xitoyda bo'lamiz. Polniy EUga borib bozorlarda o'rganib 23 xil kategoriyadagi uzumda qarangda 19 xil kategoriya bo'lsa, EUda 23 xil kategoriyada tovar bor. Uzumda yo'q kategoriyadagi tovarlar ham bor. Shunga kimgadir qiziq bo'lsa va kimdadir imkoniyat bo'lsa, mana shunaqangi 1,5 ming kamida puli bo'lsa, bu bordi keldini o'ziga. Undan tashqari siz tovarga yana alohida pul olishingiz kerak bo'ladi. Agar tovar oladigan bo'lsangiz yoki shunchaki borib, ko'rib, bir o'rganib kelaman birinchisida, ikkinchilarida tovar olaman desangiz, unda ham biz bilan birga borishingiz mumkin. Navbatdagi Xitoyga biznes turimizga, mana shu daromadli turimizga qo'shilmoqchi bo'lganlar, xoh uzum savdogar profiliga yozing yoki mana pastda telefon raqam qoldiryapman. O'zi 3 ta joyimiz qoldi. 3 kishi yana qo'shiladigan bo'lsa, bo'ldi, ketamiz. 97 817 7107 raqamiga telefon qilib, Xitoy haqida ma'lumot va Xitoyga bormoqchi bo'lsangiz, joyingizni band qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, endi savol-javob qismiga o'tamiz. Qani savollar bo'lsa, endi mana bir boshdan boshlab savollaringizga javob berib ketaman. O'zingizni qiziqtirgan savollaringizni, bugungi darsdan olgan ma'lumotlaringizni, bugungi darsda kelib chiqqan savollarni hammasini mana savol-javob deb turib yozib qo'ydim. Aynan oxirgi postni kommentariyasiga yozishingizni so'rayman. O'sha yerdan ko'rib, hamma savolga javob berib ketaman. Xo'p. Savdoni oshirish haqida qisqacha sizda o'qiyman. Feruzbek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdoni oshirish bo'yicha birinchi o'rinda kartochka, infografikalarni chiroyli qilib to'g'irlash, ikkinchi o'rinda kalit so'zlar, tovarlarda qanchalik kalit so'zlar boyligi, ya'ni 3 ta joyga kalit so'z qo'yiladi, nomiga, xususiyatlarga va o'sha 390 talik tovarning xususiyatlari bo'lgan joyga. Undan keyingi o'rinda vizitkalar iloji boricha maksimum o'sha reytingni yig'ishimiz uchun reyting olishimiz kerak. 4-chi o'rinda o'zi tashqi trafik olib kelsak ham bo'ladi. Bu agar qimmat arzonligiga qarab turib. 5-chida o'zi boost sotuvni oshirish bo'yicha. Xo'p, davom etamiz. 1,5 ming nimalarni o'z ichiga oladi? 1,5 ming o'z ichiga oladi. Bordi keldi bilet, gostinitsa, gid, attagi treninglar, bozorda o'rgatish o'z ichiga oladi. Mana shu Xitoyga borish bo'yicha to'liq sizga yo'l yo'riq berib tushuntirib qo'yamiz. Keyingi safar bemalol o'zingiz borib, o'zingiz ko'rib kelaverasiz. Siz o'zingiz o'sha yerda Xitoy bo'yicha ekspert bo'lasiz. Hamma ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Keyingi safarlar sizga bitta yo'l yo'riq ko'rsatib beramiz-da, ya'ni Xitoy bozorlari bo'yicha. 1,5 ming ichiga shular kiradi. Bir hafta bo'ladi tur davomiyligi. Xo'p, savdoda qaytgan tovarlar keyingi davrda qanchalik ta'siri bor savdoga? O'zi aslida vaziyat sotuvga ta'siri bor, sotuvni pasaytiradi. Lekin endi bunaqangi darajada katta ta'siri yo'q. Bemalol sotuv qilib yursangiz bo'ladi. Prosta juda sifatsiz bo'lib ketib qolsa, tovaringiz, vaziyatingiz slishkim ko'payib ketsa, sotuvingiz tushiraveradi avtomatik. Assalomu alaykum. Bitta ochilgan magazinda 2-3 ta magazin mahsulot sotsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol sotsa bo'ladi. Va alaykum assalom. Uzumdagi foiz yoki komissiyalar haqida ma'lumot bering. Uzumda har bitta tovarga nisbatan har xil komissiya, har bittasiga alohida, har bitta turga alohida. Komissiyalar kalkulyatori va foizlarni men aynan Uzumpro kanaliga sal teparoqda faylini tashlab qo'yganman. Bir chiqib postlarni o'qib ko'rsangiz, bor komissiyalar haqida ma'lumot. Studentman, 150 pulim bor. Nima sotganim yaxshi? Student bo'lsangiz, birinchi bitta o'rganing, hali savdoga kirmang. Birinchi bozorda o'rganib turib, aka men o'rganib bo'ldim desangiz, men sizga tayyor do'kon beraman. Siz o'sha do'kondan praktika qilib yaxshilab sotuvlarni ko'rasizda. Ana undan keyin ungacha pulingiz ham to'planib tursa, sal yaxshiroq yo'nalishga kirib birdaniga savdoni boshlang.
150 bilan juda sekin ko'tarilasiz. YTT ochish, soliqlar, YTTni tugatish. YTT ochish. Siz ikki xil variantda YTT ochishingiz mumkin. Onlayn, offlayn. Onlayn MyGo'dan ochasiz, offlayn yagona darchadan ochasiz. Ochish narxi o'rtacha 370 ming atrofida. Soliqlar hududlariga qarab belgilanadi. Eng qimmati Toshkent shahar 1 million 400 ming atrofida. Viloyat markazlarida, viloyatlarda markazlarida 1 million yaqin atrofida chiqadi. Tumanlarda 600 ming 700 ming atrofida soliqlar chiqadi. YTTni tugatish qiyin emas, muzlatib qo'ysangiz bo'ldi. Agar hamma tovari hammasi joyida bo'lsa. Men optim mashina aksessuarlar bozorida ishlayman. Buni uzun marketda savdo qilsam nima deysiz? Zo'r aka. Olib kiring, qo'ying. O'zimiz ham avto tovar sotamiz. Aksessuarlarni savdosi zo'r. Mashrab aka ham o'zi avto aksessuarlar savdo qilishadi. 3-4 million bilan boshlasa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat daromadga siz birinchi oyda yoki ikkinchi oyda chiqmaysizda, ozgina vaqt kerak bo'ladi. Sizlarda o'qigan bo'lish shartmi Xitoyga borish uchun? Yo'q. Bizda o'qigan bo'lish shart emas. Bu tur alohida bemalol borishingiz mumkin. Allo brendining kiyimlarini o'zimda sotsa qandaydir sertifikat so'ramaydimi? Alloni o'zi kirganmikan ofitsialni? Kirmagan bo'lsa so'ramaydi. Menimcha yo'q, Allo hali o'zimda. Bemalol kirsa bo'ladi. Admin bo'lish haqida gapirib bering. Nima qilsak tovar admin bo'lmaydi. Sifatli tovar berish kerak. Birinchi o'rinda. Bo'ldi, shunda admin bo'lmaydi. Boshqa hollardagi adminni bizga bog'liq emas. Kartochka yasash usulini ayting. Kartochka yasashning ikki xil usuli bor. Excel orqali yasashimiz mumkin yoki uzumni qo'lda ruchnoy yasashimiz mumkin. Bu bo'yicha darslik bor. Bu ham ko'rsangiz bo'ladi. Workshopda bormi kartochka yaratish bo'yicha darslik? Tushuntirganmiz. Workshopda ham tushuntirib o'tganmiz kartochka yaratishda. Qo'shilinglar mana 97 ming so'm. Bunaqa dars yo'q boshqa hech qayerda. 100% o'zini oqlaydigan darslik. 100-200 bilan qanaqa tovarlar sotsak bo'ladi boshlanishiga? Maydaroq tovarlar bilan kirsangiz yaxshi. Masalan, gellar, bitovoy ximiya, bijuteriya masalan, zakolkalar yoki qanaqadir kosmetikalarning mayda turlari. Xitoyga qancha vложений bilan borsak bo'ladi siz bilan, ya'ni оправдать qiladi. Xo'p, примерно bir eng kamida 3000 dan boshlanadi tovarni o'ziga. O'shanda opravdat qiladi, sizni foydaga ham kirasiz. Tovar tayyorlab qayerga beriladi? Skladgami yoki o'zimizda turadimi? Xo'p, uzumda ishlashda 4 xil model bor savdo qilishda. Birinchisi FBO modeli. Tovarni topshirasiz, sotuvga ombordan chiqadi. Ikkinchisi FBS modeli. Tovar sizda turadi, uzum zakaz beradi, siz tovarni uzumga berasiz. Uchinchisi DBS modeli. Tovar o'zingizda turadi, uzum sizga zakaz beradi, siz zakazni klientga yetkazib berasiz. Va YDBS usuli bor. Bu tovar o'zingizda turadi, uzumdan sizga zakaz tushadi, siz klientga mahsulotni yetkazib berasiz va klientdan pulni naqd olasiz yoki go'shtni o'zida olasiz. Mana shunaqangi usullari bor. Xo'p, davom etamiz. Tovar ulajnichilar sotsa qanday bo'ladi hozir? Zo'r aka. Hozir shu uchyapti. Olib kiring, tezroq olib kiring. Faqat optim olib kiring. Noldan sotuvga olib chiqadigan kursingiz ham bormi? Bor, faqat workshop ichida. Agar workshopga qatnashishda hammaga maslahat beraman. Chunki ham to'liq tushuncha bo'ladi sizda. Ham kurslarga chegirma olasiz workshopda. Hozir to'g'ridan to'g'ri agar sellik klubga qo'shilaman siz 5 million. Workshop ishtirokchilariga ancha chegirmadi. Shuning uchun bitta workshopni agar qiziqadiganlar bo'lsa, uzumda savdo qilmoqchilar bo'lsa qatnashinglar. Assalomu alaykum. Yangi yildan boshlab soliq qo'mitasi qoidalariga ko'ra tovarni prixod qilmasdan sotishga ruxsat berilmaydi. Ya'ni har bir sotilgan tovar avval omborga prixod qilib kiritilishi kerak, keyin onlayn PKM orqali chek berilgan holda sotilishi kerak bo'ladi. Bu qoida tovar aylanmasini to'g'ri hisobga olish va soliqni aniqlash maqsadida joriy qilinmoqda. Shuning uchun yangi yildan boshlab tovarni rasmiy prixod qilmasdan sotish mumkin bo'lmaydi. Siz YTT bu MCZ bo'yicha aytyapsiz shekilli, siz aytayotgan narsa MCZda shunaqa, YTTda hozircha unaqa narsa yo'q.
Gaplashuvdan qanday borishdi 1,5 ming degandi. Siz bilan boramizmi? Shu bilan gaplashsak, kuratordan oluvdim, adashmasam. Jahongirmidi? Ha, 1,5 ming ichida, ya'ni o'sha biz bilan borish, men ham boraman. Kimdir bormoqchi bo'lsa, bu mana shu Xitoy turdi, men o'zim ham boraman. Ham o'shda Xitoy, ham uzun bo'yicha gaplashib ketamiz. Ha, mana shu Xitoydagi safarimizda aytganimizdek o'sha analiz bo'yicha darslar dediku. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, mana Xitoyga bordik, 7 kunlik safarimiz bor. 7 kunning ichida mana birinchi kun sizga xitoylik ilovalar, xitoylik tadbirkorlar, xitoyliklardan tovar olish, kelishish, narxlarni tushirish, dastavka qildirtirish, xullas hammasini shu birinchi, ikkinchi kun sizlarga o'rgatamiz bozorda. Ya'ni o'zim ham o'shda bo'lib, sizlarga bozorga birga chiqib, men o'zim ham tovar olaman, o'sha birgalikda tovar olsangiz bo'ladi. Yoki siz olsangiz maslahat so'rasangiz, maslahat beraman. Undan tashqari har kuni kechki payt bozordan keyin gostinitsaga qaytib turib, o'tiramizda kompyuterda ochamiz, tahlilni boshlaymiz. Analitika ketdi. Qaysi tovarlar Xitoyda arzon bo'layapti ekan, qaysi tovarlarni ko'rib chiqdingiz, narxlarini yaxshi, O'zbekistonda qimmat sotilyapti. Shu tovarlarni tanlab bozordan olib chiqib, olib, analiz qilib O'zbekistonga jo'natamiz. Tovar tanlashingizga yordam beraman, xudo xolasa o'shda. Xo'p, tovar tayyorlab, o'zim bilan Xitoyga borsam qancha tovar olib kela olaman? Olib kelaverasiz, qancha olib kelsangiz bo'ladi. Men ayollar hamyonni sotib uzumga qo'ydim, lekin sotilmayapti. Nima qilay? O'rganing, yaxshilab, qanaqa qilib sotishni o'rganing. Notebook bilan ishlash kerakmi? Albatta, notebook bilan ishlash kerak. Sezon hozir. Uzum marketga qancha summa bilan kirgan ma'qul? $1000 bilan kirgan ma'qul. Xitoyga necha kishi olib ketasiz? Eshitmay qoldim. 10 kishi bo'ladi. Minimal narx qancha ish boshlash uchun sizni fikringizcha $1000 atrofida. Lyuks kopiya tovarlari sotilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Uzun bloklab qo'ymaydimi? Bloklab qo'yadi. Lyuks kopiya tovarni iloji boricha uzunda sotmaslik kerak. Choy ichish ham 1,5 ming ichidami? Choy ichish ham 1,5 ming ichida. O'zimiz choy ekskursiyalarga olib boramiz, ikkita ekskursiyalar bor, o'shalar ichida 1,5 ming hammasi. Xo'p, uzumdagi soliqlar haqida ayting. Uzumda o'zini solig'i yo'q, hech qanaqa. Uzumda komissiyasi bor. Komissiyasini men kanalga tashlab qo'yganman, teparoqqa chiqsangiz ko'rsangiz bo'ladi. Tovar sifati dedingiz, lekin konkurensiyalarda shu tovar sifati past, lekin uni tovari yaxshi ketyapti va narxi arzon, sizda sifatli narx qimmatroq, shunda nima qilsa bo'ladi? Kartochkani premium qilsa bo'ladi. Kartochkani premium qilib, odzivni zo'r qilib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi, sizga ham sotiladi. Sotuv uchun WeChat orqali chaqirtirish uchun yordam berasizmi? Tovar chaqirtirish uchun yordam berasizmi? Albatta yordam beramiz. Shimlar qancha farq qiladi Xitoy bilan O'zbekistonda foizda? Bilmadim aka, men shim bilan shug'ullanmayman. Shim bilan shug'ullanmaganman ham, shuning uchun ham Xitoyda narxini ham bilmayman shimlarni. Lekin o'rtacha bozorimizdan 2 barobar arzon chiqadi. Samarqandda filial ochish, xudo xolasa aka, keyingi yilning boshiga yanvar oyiga rejalashtiryapmiz Samarqand. Uzumli viloyatlardagi bazalarga tovar topshirish pulli bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Kilosiga pul to'lanadimi? Kubasiga to'lanadi. Masalan, 0,5 kubaga 77 ming. Aka 3 ming bilan aniq ketadigan nisha bilan ko'rib borib foydagacha chiqaza oladigan kursingiz bormi? Bor, albatta. Shogirdlik dasturim aka 100% sizni rezultatga chiqaradigan kursim shu shogirdlik. Shogirdlik bo'yicha ham yozib qo'ying, kimga kerak bo'lsa, o'sha ro'yxatda o'tib qo'yadi. Men o'zim aloqaga chiqib, suhbatni o'tkazib qabul qilaman, kimgadir qiziq bo'lsa. Lekin eng kamida shu 3000, 5000 atrofida plyus bo'lish kerak. Shogirdlikda o'rgatish uchun. Noldan daromadga chiqquncha bo'lgan kursingiz haqida ma'lumot bering. Men boshidan qo'shila olmadim. Qancha vaqt davom etadi? Kurs narxini aytib o'ting, iltimos, rahmat. Workshopga qatnashganlar uchun qancha chegirma bo'ladi? Workshopga qatnashing, workshopni ichida men o'zi kurslar haqida ma'lumotlar beraman va chegirmalarni hammasini beraman. Oziq-ovqat 1,5 ming ichidami? Xo'p, oziq-ovqat zavtrga ichida xolos. Obed bilan ujin o'zingizda. Xohlasangiz biz o'zimizdan
narx-navozingiz ham bo'ladi. Mana shu o'zidan O'zbekistonda o'zi, masalan, bir hafta 10 kun hech qancha emas. Shu o'zidan tushunka bu narsalar olib olinadi. Baribir Xitoyda hali siz o'z ko'ngilingizga yoqmaydigan ovqat topish qiyin. Baribir hidi bor xitoyliklarning qandaydir ovqatlarini. Endi bor, o'zbek oshxonalari bor, turk oshxonalari bor, lekin hali o'zimizga yetadigan yo'q. Xo'p, uzumga ertaga kurtka olib bormoqchi edim. Endi ketarmikin? Nima deysiz? Ketadi. Tezlashtiring-da faqat. Uzumda shu do'kon ochib chuqur yo'nalishda ish boshlasa bo'ladimi? DBS qilib bo'ladi. Tovar tayyorlab qayerga beriladi? Skladkami yoki o'zimizda turadimi? O'zingizda ham tursa bo'ladi, skladga ham bersangiz bo'ladi. Ikki xil variant bor. Uzum marketda do'kon ochish bo'yicha qanaqa registratsiya bo'ladi? Shu haqida video zapis bormi? Registratsiyadan o'tish bo'yicha darsligimiz bor, a? Uzumda. Bor. U bo'yicha ham darslik. O'zi kecha kanalga tashladim shekilli. Sal kanal teparog'iga qarangda, uzumda savdo qilish bo'yicha 0 dan darslik bor. Uchta bor. Bormasdan WeChatda gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'ladi, lekin ko'zingiz bilan ko'rganingiz baribir boshqa. Xo'p, infografika haqida ma'lumot bering. O'zim dizaynerman. Zo'r infografika qilish kerak. Infografika talab, zamon talabi bo'lyapti. Olib kirib qo'yib sotish kerak. Uzum marketda do'kon ochish bo'yicha qanaqa registratsiya bo'lish, shu haqida video zapis bormi? YTT MCZ haqida ham ma'lumot bering. Darsligimiz bor, o'sha darslikda bitta yaxshilab ko'rsangiz bo'lar ekan. Soliq bo'yicha 1% yaxshi bo'ladimi endi? Zo'r bo'ladi endi, xudo xolasa. Foiz pasayyapti-ku soliqniki. Sezonni ko'proq davom etadigan tovar maslahat bera olasizmi? Har 3 oyda o'zgarib qiynalyapti odam, ostatga ko'p. Sezonni ko'proq tovarlar. Xadovoy tovarlar demoqchisiz. Elektronika masalan xadovoy, chexol, zaryadnik, naushnik. Qishin, yozin, bahor, kuz farqi yo'q ketaveradi. Aksessuarlar ham, hobbi ijodda ham shunaqa kategoriyalar bor. Mana bu qurilish sohasi ham yaxshi. Boshlanishiga qancha mablag' bilan kirgan yaxshi daromad uchun? 1000 atrofida. Assalomu alaykum. Xo'p, aka do'konimni tahlil qilib bering. Afsuski bugun emas. YTTni viloyatdan onam nomiga ochib uzum Toshkentda savdo qilsam muammo bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Komilxon YTTni boshqa kishining nomidan o'zimning nomimga o'tkazsam, uzum do'koniga ta'sir qilmaydimi? Assalomu alaykum Farruh aka. Yo'q, hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Bemalol. Kartochka nima o'zi, ma'lumot bering. Kartochka bu mahsulotning pasporti. Mahsulotning rasmi, narxi, ma'lumotlari, yaroqlilik muddati, hammasi yoziladigan. Uzumni ko'rasiz, rasm, ma'lumot, narx turadigan narsa shu kartochka hisoblanadi. Qaysi modeli yaxshi? Uzumga dekabrdan kirgan yaxshimi yoki yanvardanmi? Dekabrdan kirgan yaxshi. Chunki birinchidan yanvardan imtiyoz olib tashlanadi 1 oylik. Shuning uchun dekabrdan kirsangiz 1 oy vaqt yutasiz. Viloyatda ishlaydiganlar qaysi yo'nalishda ishlasa ma'qul? FBO yoki FBS? Ham FBO, ham FBS aka. Hozir bizda Farg'onada ham, masalan, Andijonda ham, Namanganda ham, Toshkentda ham, butun O'zbekiston bo'yicha FBS ishga tushgan. FBSda ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Yanvardan keyin qanday tovar olib kelsak bo'ladi? Hozirdan tayyorlanib qo'ysak, ya'ni bahor uchun. Bahor uchun bo'lsa, shu tahlilga kirish kerak-da. Bahorda zo'r sotiladigan tovarlar tanlab chiqish kerak, o'shalarni olib kelish kerak. Bitta YTT har xil tovar sotsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol sotsa bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Xitoyga eksportni qaysi kursda o'rgatiladi? Xo'p, eksportni nima mahsulot eksport qilmoqchisiz? Assalomu alaykum. Uzum marketni sun'iy intellekt bilan bog'lab ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Uzumda ishlashni o'rgatadigan kurs bormi? Qanday topsam bo'ladi? Bor aka. Yo'q, aka emas ekan. Opa, bor. Workshop dasturi bor. Uzumga kirish bo'yicha narx-atiga 97 ming so'm. 3 kun ichida sizga uzumda savdo qilishni
o'rgataman. Ya'ni qanaqa kiriladi, qanaqa tovar tanlanadi, qanaqa savdo qilinadi. Yaqinda mana 6, 7, 8 kunlari bo'lib o'tadi bizni bu workshopimiz. Hammani mana shu jonli efirda o'tirgan hammani workshopga qanday qo'shilsam bo'ladi? Menejerlik kursingiz ham bormi? Xo'p, kurs bo'yicha qaranglar. Workshopga qo'shilinglar bo'ldi. 100% men garantiya beraman, agar workshopda darsda qatnashdingizda agar dars yoqmasa, pulingizni ham qaytarib beramiz. Maksimum hech qanaqa muammosi yo'q. Chunki shu paytgacha workshop bo'yicha biror marta muammo bo'lmagan. U yerda hamma ma'lumot 100% sizlarga foydali bo'ladi. Xo'p, workshopga qo'shilmoqchi bo'lganlar yozishyapti, rosa qanaqa qo'shilsa bo'ladi. Ha? Birorta botmi, unaqa yo'qmi? Shunday o'tib ketib, sразу to'lib qoladigan. Va workshopdaman 3 kunligida. Yo'q, agar workshopda bo'lsangiz, jonli efir darslarimiz endi boshlanadi. Kuzatib turing. Talabni tekshirishda aniqroq formula bersangiz yaxshi bo'lardi. Nimaga nisbatan qiyoslanadi? Talabni tekshirishda Zoom Sellingda o'zi tayyor informatsiya bor. Ya'ni o'sha talab qanchalik bo'lyapti, axvatlar soni. Masalan, bir kunda 150 mingta odam qidiryapti. Xuddi shu 150 mingta qidirayotgan so'zga nisbatan xuddi shunaqa so'zga mos keladigan 100 ta kartochka bor deyishlarim. Shunga qarab olasiz. Axvatga nisbatan kartochkani nisbatini olasiz. Ya'ni qidiruv qancha-yu, bor mahsulot qancha, shuni nisbat. Assalomu alaykum. Agar siz bilan birga Xitoyga borsak, u yerda ham birga bozorni aylanib, tahlil tovar olib kelinadimi? Xuddi shunaqa. Kechki payt tahlil qilamiz tovarlarni, kunduzi bozorga chiqamiz. Zoom Selling necha pul bir oyga? 1,200,000. 14 kunlik darsda ham o'zingiz dars o'tasizmi? Workshopdagi darslar unda ham bormi? 14 kunlik darsda ham o'zim ham dars o'taman va faqat ikkita mavzuda analiz bilan sotuv darsida asosan o'zim o'taman. Qolgan darslarda o'zi ustozlar o'tishadi. Mifdan qarzdorlik bor. Zoomda pul aylantira olamanmi kartada? Bilmadim. Dadatani 1 oylik obunachisi qancha? Ha, aytgancha bugungi jonli efirga qatnashganlarga men 50% dadata bo'yicha skidka ham beraman. dadata.io saytidan foydalanishingiz uchun dadata 100 deb promokod yozsangiz, sizga 50% promokod beriladi. O'z chiqmayapti. O'zini o'zi band qilish orqali, gazeta, kitob sotish guvohnomasini olish orqali zakladka, stiker, boshqa konstavrga tegishli bo'lmagan tovarlar sotsa bo'ladimi? O'z-o'zini band qilish orqali gazeta, kitob yo'q. O'z-o'zini band qilish orqali siz faqat o'zingiz ishlab chiqargan mahsulotlar sota olasiz. Va bitta turdagi mahsulot sota olasiz. Ha? Uzumni savdo qilishni o'rgandim. 1,5 ming pulim bor. Aka, ishlab chiqaruvchilar orqali ham olsangiz bo'ladi yoki bitta Xitoyga borib kelsangiz zo'r. Xo'p. 14 kunlik dars qayerlarda bo'ladi? Farg'ona, Andijon, Toshkentlarda bo'ladi. Hozircha mana shu 3 ta viloyatlarda qatnashishingiz mumkin 14 kunlik offlayn darslarimizga.
Xo'p, yana savollar bo'lsa, offlayn dars qanchadan? Offlayn darslarimiz Farg'ona, Andijonda 4 million, Toshkentda 5 million, 0 dan 14 kun ichida sizni savdoga chiqarib, tavallud sotuvni yo'lga qo'yib beramiz. Agar kim offlayn darslarimizga qiziqish bildirsa, aytib o'tgandek, Andijon, Farg'ona, Toshkent. Uchalasida ham oyning boshidan yangi patoglarimiz ochiladi, yangi patoglarimiz boshlanadi. Bemalol kelishingiz mumkin. 14 kunning ichida, ya'ni dekabrda 15-gacha o'zi savdoni sizga o'rgatib, sotuvga chiqarib yuboramiz. Hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, tovaringiz agar bor bo'lsa, xo'p, vaqtimiz ham zapis bo'lsa tashlab bera olasizmi? Bo'ldi, zapisni tashlab beraman, zapis qilib olganman. Endi agar kimdadir savollar qolgan bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib ketishingiz mumkin. Men o'zim sizlarga savollaringizga javob beraman. Jonli efir zo'r o'tdi. Hammaga rahmat. Menimcha foydali ma'lumotlar sizlarga ham berildi. Vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Mentorlik kursi keyinchalik ham davom etadimi? Mentorlik kursi bahorda endi. Shu bilan hozir birinchi mentorlikni sotuvga chiqarib olaman. Keyin natijalar bilan bir o'rganib. Samarqandga qachon ofislar ochiladi? Xudo xolasa yilning boshida. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vaqt ajratib kirganlaringga keyingi jonli efirlarda ko'rishguncha, fikrlaringni albatta jonli efir haqida kommentariyalarga yozib ketinglar, o'qiyman. Dars haqidagi fikrlaringiz yaxshi bo'lsa yozib keting. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xitoyga ketadiganlar bo'lsa, olib ketib qolamiz. Sizda kirganmi deyapti? Unutmayapti.